Assalamu alaikum, hürmetli qeyrindaşlar. Cesaret Munbir'e hoş geldinglar. Baya men ko'rsatgan videoni balkim jiq odamlar ko'rgan bir video bu. Ayni vaqtda meniki Beijingda o'quvchi vaqtlarim edi. Bu ekranda ko'ringan Warkeshi deb atalgan Uyg'ur ayni vaqtdagi butun Xitoyni zilzilaga solgan, hatto Xitoyning tuzilmasini tubdan o'zgartirib o'tishga oz qolgan, qil qolgan shu Tiananmen o'quvchilar harakatiniki lideri edi. Ayni vaqtda u Xitoydagi hozirgacha bo'lgan eng cho'ng demokratik harakat faoliyat deb atalgan bir faoliyatning lideri edi. Bu o'rkash bizning shu chog'lardan bilishimizdala bu butun Xitoyni demokratiyalashtirma, ya'ni Xitoydagi bir partiya tuzumini, diktatorlik tuzumini tubdan yo'q qilib, butun Xitoyga men demokratiya akilma deydigan bir g'oya uchun kurash qilgan birisi edi. Yaqinda diqqat qilsanglar ko'pchilik bu Uyg'urlarning da'vosi ishidan paydo bo'lyotdi. Bo'libmi yaqinda BBC'niki Hard Talk degan bir programmasi var, bir dağınıq programmasida riyosatchi buni 5 yildan keyin yana bir qatim taklif qilibdi. Taklif qilgandan keyin buni ayni vaqtdagi Tiananmen inqilobining liderlari emas, ayni shuni bilan birlikda bir Uyg'ur faoliyatchisi nomida atab turib intervyu qildi, ziyorat qildi. Endi bu intervyudan keyin buni jiq Uyg'urlar ko'rdi va Uyg'urlar orasida oz bo'lmagan g'ulg'ula qo'zg'aldi. Ba'zilar buniki intervyuda degan gaplarni yoqlab maqtagan bo'lsa, yana ba'zilar buniki intervyu jarayonida o'tkazgan jiddiy xatoliklar haqida oz bo'lmagan talash-tortishlar xalqimiz orasida davom qilyotdi. Bugun biz mush temada ikki qarindoshimizni men bilan birga bir suhbat qilishga taklif qildim. Bunun birisi Germaniyadagi qarindoshimiz, hammamizga tanishliq Abdurahimjon, yana birisi Norvegiyadan Rishad Alkun qarindoshimiz. Hamda assalomu alaykum qarindoshlarim. Salomat, yaxshi turdinglarmi? Va alaykum assalom. Bu yerda Abdurahimjonni tanishtirish ketmaydi. O qarindoshimiz uzun bo'ldi programmamizda bor. Rishad Alkun qarindoshimiz
Bugun tunji qatam ekranimizda bo'lg'achqa men qisqacha bir tanishtirib o'tay Reshadni. Reshad vatanimizda uzun yillar oliy maktabda o'qituvchi bo'lgan bir qarindoshimiz bor. O'zi saviyalik biz tarafda biz bir mezgil birga tug'an, keyin Oslo tarafga ko'chib ketdi. Hozir Nurgiyaniki Oslo tarafda turadi. Bu qarindoshimizmi uzundan buyon shu Uyg'urniki faoliyatlariga har xil o'zi to'g'ri bilgan shaklda aktiv ovoz qo'shib kelayotgan birisi. Qolganini endi bu qarindoshimiz bilan bu qarindoshimizningki bu yuqorqi temada o'ylaganlarini anglash jarayonida texmo tafsili tanishib chiqamiz. Endi qarindoshlarim bugun temani biraqor tanishtirib o'tdim. Bu o'rkash sizlarmi balki mendek o'ylagan bo'lishinglar mumkinlar. Bu faqatla butun Xitoyni demokratiyalashtirish, ya'ni biz biladigan Xitoy demokratiyachilarniki sepidagi bir faoliyatchi edi. Hozirgacha mushu bir necha yil burungacha deydi, hozirgacha emas, mushu 2 yil bo'lib qoldi. Yaqin oyog'i, mushu 2 yilning oyog'i diqqat qildik, bu ba'zi Uyg'ur tashkilotlari buni taklif qilib, ba'zi faoliyatlarga, suhbatlarga va yoki har xil faoliyatlarga taklif qilgan bo'lib qoldi. Masalan, mushu yaqinlarda mavo qurultaydikilar uni kam ko'lamda bir to'g'ri yig'iniga taklif qilib so'z qildi. Uni oldida Germaniyaga kelib qurultaydikilar bilan ko'rishgan ahvollarini ko'rdik. Demakki, bunikida qandaqdir bir o'zgarish paydo bo'layotgandek bir holat mavjud. Ya'ni bu butunlay Xitoyni ozod qilishlar emas, Xitoyni demokratiyalashtirishlar emas, balki hozir xalqaroda kundan kunga ko'zga ko'rinayotgan ham nihoyatda halqaliq bir markaziy temalarga aylanib qolayotgan Uyg'urning da'vosigami aralashayotgandek bir xil holat mavjud bu yerda. Endi mushaqda mening kuzatishim shu bo'ldi, qarindoshlarim. Abdurahimjon bilan Reshad chiqqanlarniki mushaqdagi kuzatishinglarni bir anlab baqsam, qani sizlar menga o'xshash o'ylabdinglar yoki bu men bilmay qolgan taraflar bormi? Bu burundirlar Uyg'ur faoliyati simitdi. Unda bo'lsa men oldida bir to'rtag'iz gapni boshlab bersam qanday bo'ldiki? Xo'sh, rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ekran oldidagi qarindoshlar. Bugungi suhbatga bugun naq maydonda qatnasha oladigan va bundan keyin quloqdan quloqqa tarqalgan, anglangandan keyin bu suhbatga qiziqadigan, mazmuni qiziqadigan qarindoshlar. Endi bu bugun o'rkash davlat to'g'risida bir programma o'rinlashtiribdi Jasorat qarindoshimiz, Jasorat afandim. Bu nihoyatda yaxshi bir tema bo'ldi deb qarayman. Mushu, ya'ni biz qanday degan chog'da bizningki vatan da'vosi harakatlarimiz bo'lsin, mayli inson haqlari, kishilik huquq faoliyat va da'volari ustida bo'lsin, bu ishga aktiv qatnashadigan rahbarlarning, nufuzli shaxslarning va demokratik faoliyat qilgan, ya'ni o'z oldiga yakki faoliyat qilgan shaxslarningki ma'lum, ya'ni kelib chiqishi, yoki umumiy ijtimoiy munosabatlar emas, kelib chiqishi degan chog'da mushu da'voga qatnashayotgan jarayoni va uning xarakteri, bundan keyin burungi ahvoli va hozirgi mavjud inkoslari xarakteri ustida albatta to'xtalish kerak. Onda sukut qiliblam chavoqchilib o'tib ketaversak bo'lmaydi. Shuning uchun bugun bu mazmunda o'rinlashtirilgan bu programmani pek jon dilim bilan qo'lladim, qarindoshlarim. Endi o'rkash davlatning o'ziga kelsak, uni endi Uyg'urlarning ichida hech qaysi birimiz tushuntirishningki, u to'g'riliq izohat berishimizning zarurati yo'q. Uningki kelib chiqishi jasorat deb o'tganga o'xshash. Aslida shu hozirgi Jumhur Xalq Jumhuriyatini demokratiyaga o'tkazish harakatining aktiv yosh rahbari o'z vaqtidagi o'quvchilar kerak. Ondan keyin bu o'quvchilar harakati qanday bostirishning oldi keyinda bularning rahbarlik hay'atidan 20 necha odamdan tutish burg'i chiqarilgan odamlar asosan qochib ketaylik. Hong Kong orqali Yevropaga, Fransiya
ve Amerika, Tayvan her tarafki tarqılıb bular uğurlaşıb Xitay Kommunistik hükümranlıqqa, Xitay Kommunistik Partiyasının yalğız kişilik diktator hükümranlıqqa qarşı demokratiya üçün küreş qilib kelyapkan bir demokratik şəxslər. Onda aytqan çağda bularınki biyologiyalik tug'ilishi, ya'ni qon tipi, irqiy qanday bo'lishidan qat'iy nazar, mushu Tiananmen voqeasiga rahbarlik qilgan guruhdagi kishilarning hammasi degidek Xitoy davlatini demokratiyaga o'tkazish harakatining rahbarlari bular, aktiv xodimlari va uning rahbarlari. Endi Jasorat abiyam qancha savolni qisqa mazmunli savolni o'tirib qo'ydi. Darvaqa O'rkashning o'zi shu keyingi 4-5 yilning yağı qachon bo'ldi? 2013-yilmi Xudoyimiz Germaniyaga kelib bir Uyg'urlar bilan mashrab o'tkazib, qurultoylar bilan faoliyat qilib, yaxshi, eski faoliyat. Shunday qilib Yevropada bir Yevropa ara bir g'arblikniki faoliyatlarga qatnashib ketgan bir ish bo'lgan edi aslida. Meni bilishimda. Bundan keyin Aztola Asiyaniga chiqadigan bo'ldi. Uyg'urlarning gapini qildigan bo'ldi. Shunga o'xshash BBC'niki axborotlar o'xshash xabarlarda Amerika taraflaridan faoliyat qildi. Uyg'urlarga va Demokratik Xitoy, Tibet taqasi guruhlarga aralashib, ya'ni Xitoy kommunistik hukmronligiga qarshi faoliyat qilgan guruhlarga aralashtirib, bu faoliyatlarni qilib keldi. Shu orqali Uyg'ur to'g'riliqmi o'zining hissiyotlarini qisqacha o'tirib qo'yib qilgan bayonotlari bor endi, ya'ni so'zlari, ifodalari bor. Endi bu kishini o'tgan yillardan anglashimcha, Ilhom To'xtani qutqizish guruhininki faxriy a'zosi degandek yoki Amerikadagi ma'lum bir Uyg'ur tashkilotininki tashqi ishlar guruh hayat mas'ul degandek bir nomni anglab qolgandim. Uni men qarshi bir azroq e'tiroz bildirdim O'rkash Apandininki BBC muxbiriga bergan javobi qatda. Shu vaqtda men izlandim buniki umumyüzlük nereden kelib nereye chiqqan Uyg'urlarning orasida qachondan yağı izchil bir faoliyat qilib yoki anda-sanda bo'lsa-mu Uyg'ur xarakterli bir faoliyatni qatqanlar qachondan boshlanib izlab baqsam internetdan da chiqib kelib qolmadim ham, vaqtim yetishmadi. Shunda bo'lsa-mu o'zimninki ko'z qarashimni, e'tirozimni Uyg'urcha Facebook bizamda sahifasiga yozib choplab qo'ydim. Endi demak, ya'ni gapni uzatib ketib qoldim men. O'rkash Apandini hamda ben 94-yil O'rta Osiyoga chiqqan chog'imda anglashimcha o kishining o'zi Tayvanga o'rinlashdi deb anglagandim. Tayvanga o biz ham vatandagi chog'da zodi Xitoyni demokratiyaga o'tkazsa bizga bir foydali ish bo'ldi degan tushunchaga kelgandik. Keyin vatandan sirtiga chiqqan chog'ning o'zida o demokratik Xitoylarniki boshqa bir narsa ekanligini tushunib yetdik O'rta Osiyoda erkin fikr qilgan yerda. Bu demokratik Xitoylar shu cho'ng Jungu, ya'ni qudratli bir Xitoy davlatini barliqqa keltiradigan hozirgidan nachasi qudratli tuproq putunligi shu Tang sulolasi davrida, Qing sulolasi davrlaridagi Ming sulolasining davrlaridagi Yuan sulolasining davrlaridagi shu bag'ayalarning hammasini asliga keltirib shu yerda Amerikadanmi keng ketgan, sobiq Sovet ittifoqidanmi Turkiya jihatdan keng ketgan bir Xitoy davlati qurmaymiz deydigan mandaq niyati yamanxakka demokratik Xitoylarni. Bu narsani bilib yetgandan keyin, bu O'rkash Apandini to'g'riliqmi bu asosli Xitoyniki shu demokratiya o'tkazib, cho'ng Xitoychilikni barpo qilishga, ya'ni demokratik bir tuzum ostidagi cho'ng Xitoychilikni barpo qilishniki aktiv xodimlari degan fikrlar ko'p anglagandim. Shunda bo'lsa bak kishini ketmaydi. O baribir Uyg'urg'u deb. Shuning bilan qanday o'ylagan chog'da endi keyin anglashimizcha Amerikada o'q etdi deb angladik, Tayvanga o'rlash deb anglagan, keyin Amerikada o'qot deb angladik. Keyin 96-yillar o'qish bitirib, yana Tayvanga qaytib berib, o'ylik o'choqlik bo'lib, yashayotdi Xitoy demokratlarining orasida faoliyat qilyapti deb uni keng ko'lamli angladik, g'arb axborotlarida xilijiq buniki tushunchalarni anglab keldim. Men o'zim shaxsan desam bo'ldimdi. Endi biz 2001-yili bir azroq jarayonni so'zlab qo'yay. 2001-yili biz Sharqiy Turkiston Uyg'uriston milliy qurultayini 99-yil Turkiyada o'tkazib keldik Germaniyaga Myunxenga. Buningga endi nopuzliq shaxslar rahbar bo'lish kerak edi. Nopuzliq shaxslar rahbar bo'g'ilib olmay, Anvarjon apandim buning reis bo'lib qoldi. Reis bo'lgandan keyin
Kişiler bu Envercan'ı beklemek etmeyi bu neden çıkan adam bu da pek nopuzunu fazla yaratılıp unutmagan deyken nopuz izler jürüp 2001 yıl kelgen çağda Envercan efendi bu örkeşlen kuyuk münasebet kıldı. Teklif kıldı. Uygur faaliyetiga qatnashib berish to'g'risida Uygur tashkilotlarining g'arbdagi demokratik yig'inlarimizga qatnashib berish to'g'risida o'ziniki olamshumul, ya'ni mamlakat ichi va sirtidagi dongqidan azroq bo'lsa-mu bu Uyg'urlarga bir soya tushirib berish to'g'risida shunchalik iltimoslar bo'lindi, ammo u kishi rad qilgan. Men cho'ng bir demokratik iqlimninki faoliyatchisi, endi har bir millatchilik iqlimni ichkari qilib Uyg'urlarni paransasan milyonlagan Xitoylar, g'arbliklar meni qo'llamay qoladi. U chaqda meniki Xitoyni demokratiyaga o'tkazib, Xitoy davlatininki zulmi ostida ezilayotgan barliq 1 milliarddan ortiq xalqni qutqarishdan iborat mening bu cho'ng g'oyam amalga oshmay qoladi. Shuning uchun men mushu demokratik kurashda mustahkam turib, faqat cho'ng mushu Xitoyni demokratiyaga o'tkazish prinsipini men ching turib faoliyat qilaveray. Xitoyni biz demokratiyaga o'tkazgandan keyin albatta Şinjanlıqlarımı bununki şapaati kilduq albatta demokratiyaga o'tgandan keyin zulm oqlashgandan keyin demokratik jumhuriyatning ichida bayaqshat yashash to'g'risida erishib emasmi? Shuning uchun men o'zim yana deb rad qilgan. Yani bu endi shu narsalarni aslab qilib men bu qatimki raddiyada biroz qattiq gapirmoqchiman, ammo hamma rahbarlarga qattiq gapirayversam yaxshi bo'lmag'idek. Endi shuni azroq chiroyliroq bir usulda o e'tirozni yozganman O'rkash apandi. Bunda yozib qilishimda O'rkash apandi endi sen deganga o'xshash yoki burungi Xitoy demokratik iqlimidan bir oz yo'linish o'zgartib Uyg'ur faoliyatchisi bo'lish bir iqimiga, ya'ni Uyg'urlarning da'vosini qilish, Uyg'urlarning ko'z yoshini yig'lash degandan iborat bu iqimga ya'ni yaqinlashganmidi deydigan bir tasavvurni o'tirib qo'yib boqayli desam men, ammo bu ketimda shu intervyusida deydi. Uyg'urlarning o'zi Manju davridimi, Mo'ng'ul davridimi yaxshi ekan. Fakat komünist Xitoylar 70 yıldan yağı 5 zulüm sepib ketgandan keyin Uyg'urlar shunday mustaqillikqa majburlanib qelyapti degan bu mazmun bir oz Uyg'urlarning milliy irodasiga, siyosiy manfaatiga, milliy manfaatiga tamoman zid bir mazmun bo'lg'achqa o'ylab qoldimki, bu odam undaq emasdiki, Xitoy demokratiyaga o'tib ketsa yana şu Gomindan Xitoy olamdı, qanday olmasin, Yangi Jungo Bilim Federatsiyasi Xitoy olamdı. Şunun tarkibi aslı yana bir pul asir millat bo'lib, Xitoy berganni yeb, shunda yashaydigan bir iqlimninki tajabbusini qiladigan o'xshaydi degan tunishda men endi. Meniki bu balkim ortiq gumonga ketgandimi? Tamam. Hozircha bu. Tamam. Reshad, seniki bu yerda o'ylaganlaring qandaroq? Assalomu alaykum qarindoshlar. Alaykum O'rkash to'g'riliq bildiganlarim deymiz, bek az. Hamda ko'pchilik bildigan narsani bilatam asosan O'rkash to'g'riliq. O'rkashning o'zining o'zal xarakteriga nisbatan bu o'zim kuchli barim botdi. Ba'zi baholarim hozir o'zgarmadi. Masalan, sen boya videoda qo'ygan O'rkashning o'z vaqtida o'sha Lipan gap qilgan çoğaltı. Bunun batırlığı, bunun psikoloji sapa. Aslında onu hazır batır deb qarayman. Birinci bergan barim bu. İkincisi, O'rkash o'zining men bu O'rkashni Xitoyni demokratlashtiruvchi bir demokratchi deyman. Ben bu Xitoy demokratchi deysam, bu Xitoy emas. Bunun biologisi Uyg'ur. Onu Uyg'ur demokratchi deysam, bu Xitoyning siyosiy tuzilmasi uchun kurash qiladi. Xitoyning saodati uchun kurash qiladi. Shuning uchun endi u Xitoyni demokratlashtiruvchi bir demokratchi deb gapirsa so'zlik to'g'ri gap qildi. Bu jihatdan men sizlar boy degan narsani uqmaydi ekanman, ras. Uyg'urlarning ishiga qilnoyoq aralashyaptimi, badikallik qilyaptimi bilmaydi ekanman. Men O'rkashni o'ziniki davosiga sodiq deb o'yladim. Chunki bu ochiq oshkorati. Azaldan Uyg'urning manfaati uchun yoki Uyg'urning da'vosi uchun birim deb chiqmagan bu. Buni bilishimcha. Ammo shu izchil shu 89-yili Temirda qilgan da'vosini qilib kelgan. Bu narsani
bir jihatdan o'kindirsa, bir jihatdan qoyil qiladi demeydi. Endi yeni bildiğanlarım ne olsa, şahsi to'g'riliq bildiğanlarım az endi. Xitoyda o'ylanganini bildim, Tayvanda turganini bildim. Umuman bu ahvollarni hammadan biladigan ahvollar. Endi Örkeş'ten batırlığı qo'l qo'ygandan boshqa, men hozirmi shunday qarayman yana. Batır deb o'ylayman Örkeşni, birinchidan. Ikkinchidan, Örkeşni hozir Uyg'ur qonliq deydi, Uyg'ur qonliq bu da'vochilar siyosiy sapda yurganlarning ichida eng saviyli ve eng tecrübeli birisi deb qarayman. Çünkü Örkeş 89. şu yo'lga kirgandan keyin bu şu yolda her xil odamlar bilan uchrashib, har xil ishlar bilan uchrashib, nurg'un tajriba to'pladi. Bu o'zini shuni o'qigan bo'lishi mumkin. Tayvandan ba'zi bir shunday shuning munosabat ishlar bilan shug'ullandi. Shu buni mayli bilim to'g'rilanmasi olsun yoki bo'lmasa tajribasi olsun mol. Bu mening Örkeşga bergan barim. Men bergan barim to'g'ri bo'lishi mumkin, xatolar bo'lishi mumkin. Ama benim bergan barim şu Örkeş'te. Endi şunlaştım o ve içinittim, öküntüm. Örkeş Kristço Uygur olgandan keyin bunca Xitoyning ishini Xitoyga tashlab qo'yib, qaytib kelib o'zining Uygur uchun kuch chiqarishcho deb shuni umid qilganman Örkeş'te. Ama marketim Örkeş'ning yozgan narsasini yoki degan gapini BBC'ning ziyoratini qilgan gapini anglab, gapning achchig'im keldi. Örkeş kaçtan şundan dedim o. Yoki olsa bilmey şundan dedim o. Yoki mesuliyetsizlikten şundan dedim o. Ben onu okumayayım. Onu bilgi özü. Ama onun digini doğru mu diye açığım geldi. Hemen diye. Çünkü o hakaret. O bilip kıran olsun, bilip kılmagan olsun, bilmeyip kıran olsun. O bizge hakaret kıran da kırıyor. Yani onu kiyinki şöhbet yeni tefsiri değişimiz o. Şuna sen mürekkep. Hem de bu ülkesinden makrına bomba diye sen bu Uygurların zihni yaptığından Uygurların sattın. Digende mandak yaptan istersek ülkes batır dedi. Ola ülkes hazır batır. Peki batırlık onunla ziddiyetleşmeydi o. Bu batır turup şunu kıldı o. Gap misade. Şu ülkünde var yerinmiş o. Şu ülkes doğruluk deydiğallarım, ona şahsi doğruluk deydiğallarım şu içilik. O bilimci olanması var, bilimlik, tecrübelik bir siyasyon, batır. Hiç bulmaganda muş makalını yazgıça. Bunun aldığı katnaşkaları okumayken ben muşu ziyaretini kabul kılgıça bu özünün davasına sadık olup bizden işimizi çalgıtmagan. Ama bu ketim sen qanday deymiz suvni leyitidagandek chiqib qoldi bu. Onun keyin şu Örkeşning nemisi to'g'riliq qaranglaşgan yana ayrim to'xtalamiz. Deydiganim shunchalik. Tamam. Endi men qisqacha deb o'tsam, endi men 89-yili shu Beijingda o'qiyotgan mezgilimiz shu yili oliy maktab tugaganman Beijingda. Bu Örkeşni Beijing vaqtimizda obdan biletdik. Bu ba'zi odamlar tabiiy tug'ma talant bo'lgan, Hitlerga o'xshashliqi nutq talanti masalan, ham tashkillash, boshqarish talanti degandek narsalar bo'lg'uydi bu. Shu Beijingda o'qigan chog'larda 4 odam bir ekaslar shu var vaqirab hammasini o'ziga qartyapti-da, o'ziga qartishga tirishyapti, shunday demishyapti. Ama o şunlaşkımı yanqaya qo'yiningizga ma'lum deb ochig'imiz keldi, yaxshi ko'rmaydik, ammo Tiananmen voqeasi bo'lgan kuni, namoyish boshlanadigan kunisi men shu naq maydonda borda Tiananmenda. Shu yerda endi Xoyobang o'lgandan keyin o'quvchilar qo'shilib ketdi-ku, bu yaxshi lider uni qasdlab o'tiryapti deb. Shu jarayonda Tiananmenda o'zligidan yig'ilib qolgan o'quvchilar, ishchi xizmatchilar, harbiylarmi bor, soqchilar bor, hatto birdan chiqib so'zlayapti shu yerda qahramonlar xotir munarisi bor shu yerda. O chiqdi so'zladi, bu chiqdi so'zladi, sap Xitoylar. Chavoq endi. Ammo bir chog'da bu chiqdi. Bu chiqqanda voy, ma'lumotni o'qishadigan bu yuzimizni to'kadigan bo'ldi desak, bu chiqib so'zlab, boshqalar 5 minut so'zlagan bo'lsa, yarim soat so'zladi. Bunun tili endi bu Beijingda tug'ilgan nima bu? Uyg'ur atanasi Uyg'ur, ammo o'zi Beijingda tug'ilgan, Beijingda o'sib cho'ng'ilgan nima bu? Shunga Beijinglikning bir xil tili bor, so'zlaydigan, o'lchamlik Beijing tilida chiqib shu qadar jonliq so'zlaganda bu. Yarim soat so'zlagandan keyin
bütün Tiananmen meydanı güldiras, alkış sadasıga çömdi. Hem bu ahırda, bunu Xitaylı dep kaldı da, yani anlıqçılar mümkün emas bir Uyg'urniki şu kadar çıraylı Xitay sözleşi Beijing tilida yani. Hem şu kadar qayıl qılarlıq sözleşi bu endi jiq Xitaylarning nazarida mümkün emas bir ishlar. Şuna jiqtiri onun gapini anglash jarayonida uni Xitaylı dep kaldı. Ama ahırda bu gapini qilib bo'lgandan keyin ahırda mening ismim Warkeshi, men Uyg'ur degandan teg'imi guldiras alqış sadasi yangrab ketdi. Hem o başkalar pələmpəydən düşkən bolsa, Örkeş o pələmpəydən düşküçə o Xitaylar berib onu şu yerdə boynuğu mindirdi bunu bir nəticəsi. Boynuğu mindiriblə meydanını peyqirtibla, bir peyqirtib çıxdı, anladıkən qağalar çıxıb sözləyəndək oldu, amma bununkidək canlıq, bununkidək qaylıqlarlıq çıxmadı da. Şu gündən başlap da Warkeshi bo'lib ketdi. Yani hotel gitler bak sözlüsü, ömmüsü, çöçük paravatağın qoşaş, şu kadar talantı var nimede bu? Şuningdan keyin mana Xitoy tarixida men besha deb o'tganga o'xshash shu qadar cho'ng bir demokratiyalashtirish inqilobiy faoliyatiga lider sanaldi. Bundan keyin o'quvchilar birlashmasining raisi bo'lib, boshdan oxiri bu ishga liderlik qilgan bir Uyg'ur. Ayni vaqtda nurg'un chet elniki agentliklar yozgan, o'sha Xitoyni titratgan, shundoq cho'ng bir faoliyatga, bir inqilobga bir Uyg'ur bolasi yetakchilik qildi deb yozganlarni o'qiganmiz keyin. Ammo buniki qanday bo'lmasa, bayım Abdurrahimjon deb o'tdi, men bir şey deb o'tdim. Bu izchil buning ideologiyasi bütün Xitoyni ozod qilishdi, ya'ni bütün Xitoyni demokratiyalashtirish, Mao kommunistlarniki diktator tuzumini ag'dirib tashlab, ko'p partiyalik G'arbniki tuzilmasini Xitoyga olib kelish, o'sha orqali Xitoyda haqiqiy erkinlikni ishga oshirish. Buniki 30 yıldan açtı, Tiananmen'den 89 bo'lgan bo'lsa 31 yıl oldu. Muşu jarayonda izchil qilib qolgan mushti. Ama Mao yaqinda BBC'ning Hard Talk'ta Mao intervyu bo'lgandiki, Uyg'urlar orasida qattiq g'ulg'ul qo'zg'aldi, chunki bu az bo'lmagan xato gap qildi. Ham bu qachon bu Uyg'urlarning orasida Uyg'ur davosida paydo bo'lib qoldi degan savol tug'ildi bu yerda. Uning agishlar BBC'ning intervyusidan keyin bizniki Uyg'ur tilida so'zlaydigan Erkin Asya Radyosu. Bu to'g'riliq xabar berdi, ham bu Örkeşni Uyg'ur faoliyatchisi deb turib tanishtirdi. Ya'ni Uyg'ur faoliyatchisi deb turib bu intervyuni keyin so'zladi. Andan keyin Mao intervyu qiluvchi, BBC'dagi intervyu qiluvchimi buni sen Uyg'urg'u deb turib gapirdi. Ya'ni sen ayni vaqt Tiananmen lideridan, Tiananmen voqeasining liderlikten sen özün hem bir Uygur dep durup anladaki Uygurlarning sualını sordu da. Mesela mustaqillik, asabiy kuch degandek narsani so'zlab kelgan. Bu anladaki Örkeşniki Uygurlarniki mustaqillik hareketi to'g'risidagi ko'z qarshini oldi bu yerda. Uningdaki bu Uygurlar orasida Örkeşmi hozir aktiv holda Uygurlarniki mustaqillik faoliyatiga qatnashishga o'xshaydi degan ko'z qarash shakllandi. Andaq bo'lsa, bugun bir amal qilib, bunga bir javob topishga tirishimiz. Buningda hamda baya Abdurrahimjon dedi. Men izlanib baxtim bu Uyg'ur tashkilotlarida o'rin olgan yeri bormi deb topolmadim dedi. Ilhom To'xti institut to'g'risida birim dedim, u rasmiy olgan bilmayman, chunki men chalib chiqib olgan o'tirib izlanib baxmadim. Ammo bu yerda bir narsa bor. Buni ko'pchilikka aniq ko'rsatishimiz kerak. Bu nima deganda Mao Campaign for Uyghurs Uyg'ur harakati faoliyati tashkiloti Amerikada qurilgan. Hozir bu hali aktiv faoliyat qilayotgan tashkilot-ku bu. Mushniki bu yili 6-oyning 15-i bergan bir xabarini o'qisaqlar, mana Mao ekranda. Bu Örkeşniki nima vazifa olganligini bilib olamiz. Buning temasi TFU welcomes our new honorary chairman deb Mao Örkeşniki rasmini chiqargan. Ya'ni Uyg'ur harakati tashkiloti bizniki faxriy raisimiz Örkeş davlatini qizg'in qarshi oldi degan temadagi bir xabar ekan bu. Buningda Örkeşniki bu tashkilotga faxriy rais bo'lib kirganligi to'g'risida aniq ma'lumot berilgan.
Şundan tartib, yani 6. aydan tartib hozirgacha demakki Örkeş hozir bu tashkilotniki rasmiy a'zosi ham faxriy raisi. Shunglashqimi BBC'niki mavo nimasida xabarida mushuni tilga oldi. Sen mushu Uyg'ur harakati tashkilotniki a'zosi bo'lish ham ayni vaqtdagi Tiananmen lideri bo'lish sifatida bilan deb turib gap boshladi. Demakki buniki ikki salohiyati bor hozir. Birsi Tiananmen lideri ayni vaqtdagi, yana birsi hozir ana resmi şekilde Uygur faaliyetçisi. Demek ki bu resmi şekilde Uygurlarınki faaliyetiga qadam qo'ydi degan gap Örkesh. Ama Örkeshga muomala qilganda bundan keyin mushu salohiyatini ko'zdan saqit qilmasligimiz kerak demoqchiman. Endi ikkinchi savolga kelsak, ikkinchi masalaga kelsak, mushu intervyuning mazmuni xalq orasida dedik-ku, qattiq g'ulg'ul qo'zg'adi deb. Ama g'ulg'ul qo'zg'ashdagi sabab nima buningda? Meniki hamda men bu inglizcha intervyuni necha qatim anglab chiqdim. Buningda endi salbiy taraflari bilan birga ijobiy taraflari bor buniki degan gaplar ichida. Shaxsan masalan bu hozirgi Xitoyniki ahvolni ayni vaqtdagi Nazi Germaniyasiniki ahvoliga o'xshatgan. Uyg'urlarning keng ko'lamda lagerlarga solinishi ham qirg'inchilik qilinishini şu 30. yıllardaki Nazi Germaniyasiniki davriga o'xshatganda riyosatchi dedi. Hey, sen cho'ng xatolik o'tkazyapsan dedi. Men seni to'xtatishga majburman dedi. Chunki Nazi Germaniyasi 6 milliondan ortiq Yahudini qirib tashladi. Ama hozir 6 milyon Uyg'ur qirilgani yo'q. Sen bu ikkisini selishtirsan, sen bir siyosiy xatolik o'tkazgan bo'lasan deganda Örkesh dedi, bu xatolik emas dedi. Ayni vaqtda 45-yili mushu Birlashma Armiya Berlinga besib kirib va boshqa yerdagi lagerlarni ozod qilgandan keyin, andan keyin lagerlarning ahvolini bilgan, ham shu qadar ko'p Yahudlarning qirilganligini shu chaqda bilgan, undan burun bilmaydi deydi. Shuningdek, hozir Xitoy bu uchurni shu qadar qattiq qamal qilayotgan ahvolda nechilik Uyg'ur qirildi. Uyg'urlarning qilish ahvolini bilmay turib, birini deyish tas, ama bunun qo'llangan usuli taktikasi aynan shu Nazi Germaniyasining usuliga o'xshash. Shu meniki xato emas deb raddiya berdi riyosatchiga. Ama onun keyinla riyosatchi qandaqdir Uyg'urlarningki orasidagi atalmish shu xil asabiy kuchlarga zarba berishda Xitoy hukumati mushundaq deydi, ama chet eldagi Xitoylar Uyg'urlarning ahvolini egalligi usullar asosida to'g'ri deb hisoblaydi. Sen Uyg'ur bo'lish sifating bilan, sen Uyg'ur bo'lish sifating bilan Uyg'urlar orasidagi shu asabiylik, mustaqillik ideyasi qanday qaraysan deganda, undan keyingi javobni sizlar ko'rdinglar, ko'pchilikmi ko'rdi? Mush yoqda buniki bo'lmagan xato gaplar bor. Mush yoqda sizlarning his qilganinglarni bir anglab o'tsak, Abdurimjon bilan sendan anglaylik. Bo'ldi. Men mushu to'g'riliqni o'zim e'tirozni bildirgandim Örkeshga qatta. Örkeshning shu fikriga qatta. Endi Örkeshning o'zi ma ishkilanlarni aytib yaxshi baho berdinglar. Örkesh haqiqatan bir qahramon. O yani 30 yillik bir siyosatchi hech bo'lmagan chaqda Tiananmen voqeasiga, Tiananmendagi harakatga tasodifiy rahbarlik qilib, Avyam Jasoratsin izohat berganga o'xshash, onunki yorqin nutqlari Xitoylarga yarab ketib, bu yoqda sizlarning tujuqsizdan bir harakatning lideri bo'lib qolgan bo'lsa, o'zining jasorati bilan, o'zininki nutq qobiliyati bilan aslında bir o'ringa chiqib qilib, o g'arbning qo'llashiga hatto himoya qilib qo'g'dab, Xitoyningki o'lim xavfidan uni qutuldirib, qochib ketganga qadar shunchalik bir salohiyatga erishganligi uning bir tasodifiy tabiiy talantiniki o'tib chiqqanlik bilan bo'ldi desakmi, ama 30 yildan buyon u xalqaro siyosiy sohalarda yurib pishib yetilgan bir daniq siyosatchi deyishga bo'ldi. Lider deyishga bo'ldi, rasmiy. Uni g'arbliklarniki maqtashimi, xuddi Rishad qarindashimiz Rishad deganga o'xshashlar, onunki shu jasoratga
Xitoy dövlətini şu vaxtda titretib durub, Xitoyның baş ministeriga zukumlaşdırıb, oşundaq sözləyən cəsarətindən Qərblikləmi özünkini aytdı. Məğrurlanğanlığını, ondan naiti çoğ ılqı bir təxlilənganligi ma'lum hozirgacha onun ixra axborotlarda o'tirg'i chiqib turdi buningki alayidligi. Endi 30-ning yağı xalqarалық siyosatlar va Xitoy siyosatlari, demokratik siyosatlarni yaxshi bilgan bir siyosatchi, ham siyosiy aktiv faoliyatchi degan chog'imizning o'zida Uyg'ur masalasini qanchalik bildi u? Deyishga to'g'ri keladi. Uyg'ur masalasini Xitoyning eng dangliq tadqiqotchilari, tarixchilari, millatshunoslari, jamiyatshunoslari Uyg'urlarning haqiqiy chin dilini, ya'ni umumiy Uyg'ur milliy irodasining nima ekanligini, Uyg'urlarning milliy manfaatiniki qanday ifodalaydiganligini to'liq bilib ketishi notayin. Chunki xuddi o'rkashlab o'tganga o'xshashlar tarixlarga qarab baksa, uydurma tarixlarga qarab, asas Xitoyning tarixlari uydurma, Ruslarning, Xitoylarningki, bu O'rta Osiyo, Uyg'ur Xitoy masalalari yozgan tarixlarningki, asasan qo'lliq qismi uydurma narsalar, saxtin, yolg'on narsalar bo'ldi. Ko'pinchisi. Bu mutaxassislar, tadqiqotchilarmi shunday materialni ko'rib, Uyg'urlar Tansualsın davridan boshlab Xitoyga oid bo'lgan, milodidan burun Xitoy bilan birga yashagan, birga o'tgan, birga o'ltirgan, qiz olgan, qiz vergan, o'rkashga o'xshash Xitoydan o'ylanganda bu shunday masalalarni tadqiq qildi bular. Tadqiq qilib chiqib, Uyg'urlar haqiqatan bu cho'ng bir territoriyada bo'linib ketmay, ma'lum vaqt parcha bir davlatlarni qurib bo'linib ketgan bo'lsa, ammo umumiy bir territoriya jihatdan bo'linib ketmagan bir millatga deydigan bir tushuncha albatta Xitoylardan kuchli bunday tushuncha. Hammasi Uyg'urga qarshi, Uyg'urni yo'qotish uchun ular fikr qilavermaydi. Uyg'urlarni bilmay turib, Uyg'urlarning ustidan baho berdiganlarim yomon jiq. Bizningki o'rkash davlat afandimizmi albatta Uyg'urlarning ichki masalalarni, Uyg'urlarning nima ehtiyojli ekanligini haqiqatan bilmaydi deyishga to'g'ri keldi. Bilgini qanchalik bilgan chog'da axborotlardan shu 3-4 yildan yo'g'i umumiy qirg'inchilik qilayotgan eng burun bo'lgan chog'da shu Shavgan qirg'inchiligi, Urumchi qirg'inchiligi, 5-yo'l qirg'inchiligi. Shu narsalarning axborot sahifalaridan, filmlarda bu Uyg'urlarning ig'ir zulm tortayotganligini andisanda ko'rib ma'lumotli bo'ldi deyishga bo'ldi. Ondan keyin u kim bilan aloqali shudir. Her bir Uyg'urlar bilan yoki umumiy ko'pincha Uyg'urlar bilan uchrasholmaydi. Mushu g'arbda faoliyat qilayotgan, o'ziga o'xshash tasavvur qiladigan, o'ziga o'xshash tafakkur qiladigan rahbarlar bilan aralashadi. Uyg'urlarga nima kerak degan chog'da Uyg'urlarga lagerni taqib berish kerak, Uyg'urlarga o'ltirilib ketmaslik, aslimasiya bo'lib ketmaslik, o'zining dini bilan, o'zining fikri bilan, madaniyati bilan oilasida xotirjam yashaydigan bir erkinlik kerak deydigan bu ahvol bilan uchrashdi. Uchrashgandan keyin u kishiniki tarixiy ma'lumotini shu Xitoy tarixlaridan ko'rib, Uyg'urlar Xitoylar orlik ketmay birga yashaptiki deb, Xitoylar emas, burungi hukmronlar davri o'zi deb o'tganga o'xshash Manju imperiyasining bir qismi bo'lib, baxtli xo'shal yashab ketgan, qarshi chiqmagan. Mo'ng'ol imperiyasininki tarbiyadan baxtli yaxshi o'sgan, qarshilik qilmagan 70 yillik kommunist davrida bak eg'ir zulm chekib ketib, hatto Uyg'ur deb yashashga fursat bermay, zodi Uyg'urni yo'qotish, ya'ni Uyg'ur bo'lib yashayanmas qilib etishdan iborat bu yomon suiqasd ijro qilinayotganlikdan, bu jazo ijro qilinayotganlikdan Mushu irqiy qirg'inchilik tufaylidan Uyg'urlarning keyin bu cho'ng bir Xitoychilik, bu imperializm, bu territoriyadan bo'linib chiqatmasa bo'lmaydi degan to'g'ri chiqib qolib, endi mustaqillik qistilib qoldi. Buna javobgar Xitoy deb endi chiqadi deydi. Nima chiqadi degan chog'da bu biz o'xshash gap qatqanlarning gapini anglamaydi. Anglab qolsa-mu, voy bo'ladi deganiki chatoq bilan buning gapini anglamadi deydiganlar uning atrofida bor. Uni rahbar qilganlar bor, uni opirib ziyofatga o'rlashtirib, mashrabga o'rlashtirib, mehmon qilib, cho'ng-cho'ng so'rinlarda, xalqarалық yig'inlarda uni so'zlatib, taklif qilib, uni o'tirib chiqarilgan, so'rin hozirlab berilgan lobbichilar bor Uyg'urlarning orasida. Bularning hammasi
onun gösteren təsir nima degan chaqda, 5 o'chum, 4-5 o'chum yoki 1 o'chum radikallarning o'zi, talablarning o'zi mustaqilimiz aq degan bilan yolg'on gap Uyg'urlar mustaqil bo'lmaydi. Uyg'urlarning tutgan shu bir erkinlik. Belki cho'ng kitib qolsa 56-yil bergan shu avtonomiyani remont qilib, to'g'ri durust bir avtonomiya bersa Uyg'urlar shunga rozi. Bu Xitoyda qudratli davlatning qo'lidan Uyg'urlar o vatani hargiz mustaqil olib chiqolmaydi. Hatto mustaqil bo'lsin, u yerdagi radikal kuchlar va bizlar o'ldirib urushib, mana endi qazoq hayvonlar chiqadi, Uyg'urlar vatani emas, bu bizniki, yerimiz bizning deb. Shuningga o'xshash bir narsani o'tirib o'rkitib, bu Uyg'urlarniki bunda hamiz quruq gap. Eng yaxshisi bu shu biz tutayotgan yo'l. Uyg'urlar avtonomiya uchun kurash qilayotgan, Uyg'urlar inson haqlari uchun, diniy erkinlik uchun kurash qilayotgan millat. Mushuni davom o'tirib chiqarsa, mushuning o'zi hozir yetarli Uyg'urni qutqizgan Uyg'ur manfaatli yo'l deb albatta maslahat taklif berdi. Ya'ni Uyg'urlar tarafida turib, bu bir qism aktiv siyosiy aktivlarning o'zi O'rkash afandiga bunday ma'lumotni albatta yetkazdi. Bir liderning o'zi hamma narsani bilib ketolmaydi. Har qanday tanliq bir siyosiy liderning o'zi hamma narsani bilib ketolmaydi. Shunga har qaysi soha bo'yicha mutaxassislar uning maslahat berdi, taklif berdi. Shular taklifi bilan, shular tutquz bilan qo'llash bilan andiki o'tirib chiqdi. Agar unda qilmay o'z bilgan so'zlarga ish olsa, bizniki Rabiya Qodir xonim liderimizga o'xshash to'liq xatolashib qilib, shunday qilib, andiki keyin durust maslahatni qabul qilolmay, qalayimqonlarning yigit bilan xatolashib qolgan ishlar ishda bo'ldi. Liderning xatolashib qolishida shunday ahvolda maslahatchilari, taklifchilari unga yaxshi bir obyektiv, real narsalarni yetkazib bermaganlikdan liderlarning o'zi xatolashdi. Hozir O'rkashning o'zi agar Uyg'ur erkinlik harakatininki faxriy rais bo'lib kirgan bo'lsa, Uyg'ur faoliyatchisi degan gap hozir. Endi buni istiqboli bor. Kelgusidagi bir cho'ng liderning, ya'ni xalqaroliq munosabatlarda tarozining beshini bosadigan Uyg'urlarga nima kerak degan chaqda Uyg'urlarga mundaq narsa kerak deydigan bir javobni bera oladigan bir diplomatiya o'rinda bu odam lozim bo'ldi degan gap. Endi shu yerga kelgan chaqda zodi Uyg'urlar nima talab qiladi o'sha Uyg'urlar talab qiladigan bir narsa yo'q. Lagerlarni taqab, ishga aktiv bo'lgan Uyg'urlarni qaytarib akib berib, Uyg'urlarni dini bo'yicha, tili bo'yicha, madaniy bo'yicha o'ziga xo'ja bo'lib, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida demokratik bir siyosat asli yashay olsa, shuni talab qildi Uyg'urlar deb javob bersa, mushuning o'zi gap bo'ldi, siyosat bo'ldi, mushuning o'zi diplomatiya bo'ldi. Biz shuni talab qilamizmi? Biz Nuri Turkiyani 2 yilning oldi, 2 yilning yog'ini nima uchun tilladik? Shunga o'xshash axborotga chiqarib turib, Uyg'urlar nima talab qildi, nima uchun kurash qilyapti desa, Uyg'urlar avtonomiya uchun kurash qilyapti deb javob berganligi uchun biz u odamni og'zimizni kelgancha tillab ketdik. Ibrat olish kerak. Odamlar ibrat olish kerak. Endi O'rkash apandi bo'pti, Xitoy demokratik siyosatdan bir rahbar bo'lib o maydonda harakat qilsin, biz uni qarshi emas. Xitoyning kommunizmini bir soat burun bo'lsin yo'qotsa, biz uni qo'llaymiz. Hargiz norozi emas. Uni qilsin. Xitoyning demokratiyaga o'tkazsin. Xitoy territoriyasini 5, 6, 10 federal Xitoy demokratiyasi o'tkazib, Govingoylar bilan birga Himolaya Jumhuriyat qurandi, nima qilsin? Cho'ng ishlarni qilsin. Xitoyni o'zgartirsin. Uni biz albatta himoya qilamiz, qo'llaymiz. Rasmiy qahramon Batur deymiz. Ammo Uyg'ur masalasiga kelgan chog'ning o'zida gap qilmoqchi bo'lsa, men rais bo'lgan tashkilot Uyg'ur erkinlik harakati tashkilotininki odimiman. Mening tashkilotimninki, men faxriy rais bo'lgan bu tashkilotning, bu harakatning nizomnomasi, programmasi, irodasi hammani yig'ib kelgan chog'da faqat Uyg'urlarni zulmdan qutqizish. U shakl qaysi usuldan bo'lsin, qanday yo'ldan bo'lsin, Uyg'urlarni yo'q qilib ketishdan iborat, hozir irqiy qirg'inchilik qilishdan iborat mushu xatardan qutqizadigan yo'lda ketayotgan bir odamman deb o'zining mavqeasiga javob berish kerak. Ammo Uyg'urlarning tarixidan boshlab, Yuan sulosini tartib, Qin sulosini tartib, manda qilib bo'lmaydi. Biz Manjurlar, Mo'g'ullarningki istilosiga qarshi turmaganmi? Mo'g'ullar bilan qon bo'lib ketgan Mo'g'ullar hatto musulmon bo'lib ketgan keyin Uyg'urlarning qarshilik harakatlariga, ya'ni jang jihodlariga bardosh qilib berib bo'lmay, Mo'g'ullarning o'zi musulmon bo'lib sinib Uyg'ur bo'lib ketgan.
Ondan keyin Manchu hükümranlığı kelgan chaqda Manchularga asirlab qarshi urush qildik, Manchularga qarshi. İli Uyghur sultanlığı Manchularga qarshi urush qilib, azad qilib qurilgan davlat. Qashqariya, Yaqub Bey idarəkan Qashqariya Uyghur dövləti şu Manchu müstəmləkçiliyə qarşı müstəqillik uruşu. Belə yollab qan tüküb, Manchu Xitay əsgərlərini öldürüb, qırğın qılıb qurğan dövlət o. Biz şular bilan şunda apaq-çapaq təxit yaşab ketganman. İki cumhuriyetni biz cumhuriyetçi Xitay hükümranlığına qarşı uruş qılıb qurduq. 33-cü və 44-cü ildəki iki qətimlik qısqa bəxtsiz bu Şərqi Türkistan Cumhuriyetini biz komünizmə qarşı uruş qılıb qurmadık. Cumhuriyetçi, yani örkeş etmendi, teybendi 30 yıl yaşayan demokratik o şu Xitaylarınki hükümranlıqqa, müstəmlikçiliyə qarşı bizə müstəmlikinin, Xitay müstəmlikçinin lazım emas. Biz bu yerdə bir Uyghur dövləti qurub müstəqil yaşaymayız da 10 yıl içində iki qətim cumhuriyet qurğan, hökumət qurğan. Bu uruşni biz 70 yıl vaxt komünizmə qarşı qılmadıq. Xitayning demokratik cumhuriyetçiler partisi hükümranlıq qıladigan müstəmlikçi hükümranlıqqa qarşı uruş qıldık. Yani muşlarning özünün hemmisi yo'qib ketib, 70 yılın yağı komünist Xitaylar bizni məştaq əskik ketganlikdan zaman ko'nglimiz yamanlab ketib. Sen Xitaylar bilan xotin bilib yaşab olmaydı, xitmada yamanlab ketgan xotindek endi chiqib qoldik biz. Xitay albatta bölgünçü deydi o, terörist deydi o, nima deydi, asabiy terörist, bölgünçü, kök terörist deydi o. Xitay emas, her kadar demokratik devletler mi deydi o? İspanya mı deydi o? Katalonya'nın hareketini terörçü de ilan kıldı dünyaya. Demokratik devletler mi? Özün asızdaki milletleri kartta çaplaydığı kalpak o. Terörçü, bölgünçü, asabiy diyen nersini. Endi Xitayda bir zalim bir hükümetin özü, devletin özü bundaq bir qalpaqni çaplap koysa, yaman kesitma. Özü günahka, şunun başka biz açtaq bölgünçüp qaldık da, andaq qutulish kerak mi? Andaq qutulmaymiz. Eğer cevap verişini bilmesek, benim teşkilatımın nizamnamesi, ben rəhbərlik qilgan teşkilatta bana tutquzub qoygan nizamname, bu yerdə müyəkkə geçke. Biz müstəqillik tilab qılmaydıkən biz Amerikada durup, biz şu lagerda qılınıb ketgan milyonlagan qarindaşlarımı qutquzish uchun biz lobbichi qildigan masjidlarda turib. Ben anda bölgünçü, üç unsur terörçü, bölgünçü degan mundaq gaplar bilan mening savol javob munosabatim yo'q efendim. Başqa adresdan so'rab deyish kerak. Biz bu Türkiye'nin şunun için tıllıdık, hakaretlidik, tenkitlidik. Senin teşkilatının nizamnaması boyunca, programımız boyunca cevap versen, bombam da sen. Uygurlar avtonomiya üçün kuraş kıldı, Uygurlar müstakillik yapmaydı. Xitay bizi hükümet yaptı diyecek sen. Benim teşkilatım insan hakları teşkilatı. İnsan hakları diyenin özde o müstakillik diye onda programı yok mu teşkilatında? Benim teşkilatımdaki bizim sonra. Eğer umumi Uygurlara vakaleten cevap verilmiş olsa, başka teşkilatlardan, başka rəhbərlərdən soraysa onu. Bunda cevap veriş gerek. Kim vəzifəyə koydu yakasın bunda cevap verişke? Yani biz kaptık. Nəsim o? Rahmet mən qaynaq qaldım qarindaşlar. Hakikaten qaynaqdək ahvallar boğatıdı. Abdülümcan ayeti yaxşı ətraflıq cevap verdim. Bunda ahvalını görüp durup, yani işin bulmağandək otursa, qaynımızsaq, özümüzde çataq balığının işbası boladı. Reşat, senin bu vaxtda oylaganlarını anlasak. Buldu. Gapni nereden başlaşını oyladım hemen. Avval örkeş bir demokratçı dedik. Demokratçı degen gap, aman Norif'la demokratiya degen nima dese, xalq qarar chiqarish deydi. Demek bu demokratiyanın prinsipi. Xalq qarar chiqargan narsaga amal qilish, xalqning qarar chiqish huquqi uchun kurash qilish, bu demokratiyanın jini bu, prinsipi. Bilishimcha 2011 yılda deyman, bir oliy kengash chaqirilib, bununla bütün dünyadaki Uyghur teşkilatları ve aktivistler qatnashib, bilet tashlab, 100% ovoz bilan bizning kurash nishonimiz mustaqillik deb xulosa chiqibdi. Buni u belgilanib qolibdi. Shunaqo. Agar Türkiye rast bir demokratçı olsa, o şununla amal qilish kerak. Shunaqo.
Uyg'urning irodasi nima deganda Uyg'urning irodasi mushu deb so'zlash kerak. Bu o'z oldiga undaq so'zligini bu o'zining salohiyatiga uyg'un kelmaydigan bir gap bu. O'zining demokratiya uchun kurashayotgan demokratiya degan salohiyatiga uyg'un kelmaydigan bir gap. Endi bu yerda O'rkashning qilgan gaplarini men mantiq jihatdan yechib berishni to'g'ri topdim. Endi odamning mantiqi usulda nima demoqchi desa, ayni bir ideyani, fikrni biz o'xshamagan jumlalar bilan ifodalay olamiz. Ya'ni jasorat, sen bugun meni chaqirmasan, men bunga chiqmayman degan gap ifodalangan ma'no bilan mening chiqishimga sen sababchi bo'lding degan gap ifodalangan ma'no bir ma'no. Shundaqmi? Birisi bir xil nuqtani ta'kidlab deydi, yana bir xil nuqtani ta'kidlab deydi, amaliyot davatgan ma'no bir ma'no. Men O'rkashning Uyg'urlar to'g'riliq so'ralgan savolga bergan javobini operatsiya qilib bakmoqchi mantiqiy jihatdan. Açığım kelgan narsam shu. Chunki u gapni shunday qilgan bilan uning keyindan shu gaplar chiqadi shu. Endi O'rkash debdi dastlabda. Men ashi gapini bir o'qib o'tay. Telefonimdan debdi. Anaqdan keyin shuning asosan bir nima deyman. O'rkashning degini agar sen davomli turda Uyg'urlarni o'z kimligidan ayirib etishga urinsan, ular albatta mustaqil bo'lmoqchi bo'ladi. Shunda ular mustaqillikni o'z kimligi va madaniyatini saqlab qolishdagi usullarning biri deb qaraydi. Avval mishayda bir to'xtalay. Demak, bizning mustaqillik davatgan narsamizning muddaosi nima desa, özümüzün iyilik hukukumuz emas, fakat kimligimizni saqlab qolish bo'lgan bu yerda. Özümüzün iyilik hukukumuzni uchun kurash qildik, fakat kimligimizni saqlab qolish uchun kurash qildik degan gap. Oxirgi o'qib bırakın so'zlar qolganini. Uning uchun bu bölgünçilik to'g'riliq gap bo'lganda bu 70-yillar yoqi bölgünçilik bor debdi. Uning uchun agar Xitoy kommunistlari Uyg'urlarni bostirmagan bo'lsa, ularni Uyg'ur bo'lishdan to'smagan bo'lsa, bizda bölgünçilik xohishim bo'lmaydi degan gapni qildi. Endi buningda birinchisi meni ochig'im kelgan yer nima desa, agar Xitoy bostirmasa yoki bizning Uyg'ur bo'lib, musulmon bo'lib yashashimizga to'sqinlik qilmagan bo'lsa, mustaqillik yoki bölgünçilik degan narsa bizning qalbimizga kelib qo'ymaydi ekan. Demak, bu nima desa, biz bugün davatkan mustaqillik degan narsa yoki o'tmishda ota-bobolarimiz kurashda qon to'kib kurash qilgan aşı narsa mustaqillik degan narsa bizning o'zimizning erkin irodasi yoki onglik faoliyatimiz emas. Balki bir xil majburlangan tanlashimizga u. Bu nimaga o'xshaydi desa, ashi gapda mushu ma'no chiqadi. Ham bu nimaga o'xshaydi desa, masalan Qo'yib baqqanlar biladi o. Qo'yni atiganda echketsak, o'tni tut, tashni yondirib akagicha, o'tiniga akagicha, shuni o'zining manziliga borgacha uni qo'ychi haydab mangdi. O'ngga chiqsa, o'ngni so'lga haydab qo'ydi, so'lga chiqsa, so'lni o'ngga haydab qo'ydi, ya to'qmoqlar ishlardan ya otga piyoda haydab mangdi. Hada o'zining manziliga ongsiz holatda, ya'ni qo'ychininki mal padichining şu mecburluş bilen barıdı o ayağa. Bu kadının karakteri bu. Ama insan etigende üyden çıkarsa, keşti şu üyge özünün anlık bir tefekkür bilen barıdı. Üyü meyede, mındak mağına övgü beriştin burun manasını aleme, övgü beriştikiz məqsidim mağudur. Demek bu kainide teyvenlikle erkinlikinin kadrini bildirdi. Ula anlık insanlar ki, biz şu ansız kadığı okşayış bir eskimizde, açılım kelgin ma ras. Çünkü biz mustaqillikten ibaret şu nişan ne? Biz anlık kalmak yok. Bizim kalımızda o anlık yok. O bizim irademiz emas. Biz onu irade kılmagan. Ama biz şununla mecburlandık. Biz tasdiqladık onu. Xuddi haydalgan padida.
Bundan kelgen birinci uçur mavu. Bunu özü bilip dedim bilmey dedim bilmeyme. Ama bunu sel aklıva adam, sel mantıklı tefekkür kılalaydığı adam, bu muşlar billetkende, hayvanda yüzünü taşlap versin, yaşalıyor hakkında diyen konuş kilo da aslında aklıva adam. Tabii. Hem de açığın kelgen birinci nokta muşu. İkincisi, bu manında depti. Uygurların müstakillik talep kılışı, onun zulüm uçurganlığından bo'lgan depti. Bu hata bir narsa. Bu hata narsa. Müstakillikning oldingi sharti zulüm uchrashmaydi. Tajovuz bilan ishg'oliyat bo'ladi. Bu müstakillikning oldingi sharti mushu. Tajovuz bilan ishg'oliyatning o'zi kifoya. Masalan, bunun bir misal alayım. Sen hayacanlık kaldın. Hayacanlık ben bir misal alayım. Mesela meyli silah bulunlar ya ki muşluk anlap körüvatlarlar mısın? Hemen anlamış sualımda kallanlarda bir cevap verpekler. Mesela bir adam uyumlarga bastırıp kirip şaykıları bilen Daqma özanglar igi buvatkan, nerede yetişini özanglar belgileydigan, nemi yeyişini, kaçan yeyişini özanglar belgileydigan uyumlarga bastırıp kirip şaykıları bilen Hopa oturduğun dep, sen bulundu öğretir, sen pergarı teşvazır diyar, sen zağır niye, sen bir tal tuxum işkinler bölüş diyanlar, sen almı niye, sen meşgul niye dese, bu çağda oylayışıdığın mesele, nemi üçün bana tördün orun vermek, pergarı orun verdi, nemi üçün anana alım verip, bana meşgul verdi diyen sual buluş gerek mi? Ya ki senin nemi hakkın var, benim üyümge kırı var, sen onu taksim kıldığanga, deydiğen neresi buluş gerek mi? Çünkü tacavuzçılıkның özü kanunsuzluq. Tacavuzçının hem işi kanunsuz. O meyli bizge, eliğo bizge yaman muamele kılsın. O bizge yaxşı muamele kılgan takdirdi mi? Hata. Tacavuzçılıkның keyini oylaşmayımız. Şuna öyge bastırıp kirgen adamla bizge kandak taksimat kılattığını oylaşmayımız. Bu hatalık bu. Kanda ideologiya bu. Kanda mantıqa. Bir tajovuzchi uyga bostırıp kirib, huquqimizni tortib olsa, uning taqsimotini yaxshi bo'lgan, yaxshi bo'lmaganini tanlashamdi, yoki bo'lmasa, uning shu yerda shu taqsim qilish huquqining bor yo'qligini tanlashamdi avval. Shundaqku, bu fikrni burib yetib bordi odamlardagi. Bu Xitoyning mantiqisi, chunki Xitoy demokratchilari mush narsa bilan bizni aldab Avu sana bir tal alım verdi. Ben kirsem bir tal almak iki tal bananını koşup vermem sana. Koşuğun koyudu o davatıdı. Sen ne mi verirsen onu bana? Bu benim uyumdaki ne tutuyorsa sen beğenmişsin ben özlem hep yiyeleyim onu. O seni pergad yattırıp koydu. Ben aslanı palas yaparım dedi. Vay ben çıkayım aşağı yattan kırvat benim tutuyor. Şuna bu yerdeki nerse bu bizniki mağluqda to'g'ri xatoda, nada to'g'ri, nada xato. Tajovuz bo'ldimi? Uni keyin hamma narsa xato. O'ylashmaymiz uni. U bizga 2 bola tug'damdi, 3 bola tug'damdi, xohlagancha tug'damdi. Xizmatchini avval olamiz demdi, sening tilingni ishlatish huquqing bor demdi, sening qonun chiqarish huquqing bor demdi. U huquqni ashi belgilab beramdi, shu xato. Shuning o'zi huquq qilingan tajovuz. İş şu yerde toxtaydı, onun neresini oylaşmayımız. Bizden tefekkürümüzde bunda aldap git vardı. Şuna manası yeni şu bizim şu kıltak akit vardı. Uygurlarga zulüm bulmagan bolsa, ular karşılık kılmaydı dep. O zulüm bolsa bolmasa, vatanni egallading mi? Çıkma, o karşılık boludu. O senin kanda muamele kılışınlar münasebetsiz. Sen demokratçı olamsa, yeni bir nimici olamsa, onunla çattığımız yok. Özanın yeni öğretip kal. Bu ikinci nokta aşı gapni chiqadigan, his qiladigan yoki bo'lmasa aşı gapning yeni bir tarifi yoki yeni bir ifodalash shakli shu mantiqining. Handiki uchinchisi o'rkashning degani bo'yicha ular bizning o'z kimligimizni saqlab qolishga qo'shaloq qilmishlar, bizni bostamizlar, biz ularga qarshilik qilmaydi ekanmizda. Demak bu ne qilyapti desa Uygur bilen Xitay o'rtasidagi ziddiyatni götüyüp vardı. Uygur bilen Xitayning o'rtasidagi ziddiyat, u yerdagi zulm, yoki bo'lmasa
bu yerdagi bostirish, haq-huquqimizni tortib olish emas. Uyg'ur bilan Xitoy o'rtasidagi ziddiyat, egilik huquqi, shu zaminning tajovuz, u yerdagi ziddiyat, shu ziddiyatni yo'tib kerak. D'accord? Masalan, men kelib seni shaplaq bilan birini qo'ysam, Abdurahimjon saloqchilik qilib, mani olib qaragan shuni qapilishyotdi deydi. Bunda emas, ziddiyat oshinasa uni yo'tib etmasi kerak. Uyg'ur nima uchun Xitoy bilan to'xtamay so'qishdi? Nima uchun Xitoyning ko'ziga muxob qadildi? Nima uchun Xitoy Uyg'urni yomon ko'rdi, komplan qurdi? Nima uchun Uyg'ur Xitoyga ishtaq qildi? Nima uchun Xitoy Uyg'urga zulm qildi? Yana savolni davomli so'rasak, Xitoy nima uchun Uyg'urga zulm qildi desa, shu zaminni avamoqchi. Zamin bizning. Shuning uchun bu shuning uchun ziddiyatni yo'tib bordi bu gap. Bu yerdagi ziddiyat zulm emas. Zulm ziddiyatdan keyin kelib chiqqan natija. Uning boshlanish nuqtasi emas, hargiz. Buni yo'tib etmasi kerak. Bu so'z o'yintyapti. Ya bilib deyapti, bilmay deyapti. Saviyasi mishadi o'qishga qilgan bo'lsa, kirib uxlab qolsin, aralashmasin bu ishga. Qasdan deyapti bo'lsa, yiroqlasin, aralashmasin bu ishga. Chunki bizga ziyon soladigan haq-huquq yo'q hech kimdan. Endi u o'rkashga uningdan boshqa har qanday odam bo'lsa mayli, hech kim vatandek cho'ng emas. Keyin bobomiz o'ldi, Sodir bobomiz o'ldi, Ahmadjon Qosim o'ldi. Hammasi o'ldi. O'tmishda o'tgan liderlarimiz bo'lsin, botirlarimiz o'ldi. Shu vatan qoldi. Unda Sodir qolgandan, keyin bobomizdan, o'rkashdan, mendan, sendan yoki yeni birisidan ilhom to'xtadi, millioni o'lishga haqli arziydi bu vatan uchun. Hech kim bu vatanda qimmatga ega emas. Shuning uchun u mayli kim bo'lsa, vatanning manfaatiga zid kelgan vaqtida u o'zining qimmatini yo'qotadi. Vatanning oldida u kichik bo'ladi. U uncha cho'ng narsa emas. Balki menga nisbatan cho'ng odam u. Menga nisbatan. Chunki u to'nilgan, nurg'un ishlarni qilgan o'rni va u. Lekin vatanga nisbatan kichik bir narsa. Bir kuni o'ladi, Umar Hayyomning she'rlari deganda ash ko'zg'i to'pi bo'ladi u. Araq qo'ygan ko'zg'i to'pi bo'ladi. Uningdan boshqa narsa bo'lmaydi. Shunga mayli bir so'zsin chiqib bilg'iroq bir odam bir gap qilib qo'ysa, vatanning ziyliq bir gap qilib qo'ysa, uni o'tkazatgili bo'lgan yoki sal bir o'rin yuqorib qolganligi uchun uning hadigili bo'lgan narsa emas. Gapim chetlab ketdi. Chunki bu savollar menga kelgan. Sebebi ben kaç örtüş olarak bir yazsam, sen kimden? Örtüş deyipin yakın sen nimiş geldi. Sonra gelgen. Bu mantıkını düşünemedim ben. Ben bu mantıkını düşünemedim. Ben bu başka gel. Hem de onun keyifli neyse. Cıkra sözde bilmem. Evet, çok sözde. Sen unutma kopaldım. Anandaki ülkesinin bu gapları kişilerin kallısı da mında yakındım beni peyda kıldı, mında yakındım beni ço. Peki ülkes dedi, Xitay, muş komünist Xitay, muş Uygurlarını bastağaçka, buların kimliğini saklap duruşuna toskun boğaçka Uygurlar bölgünçlik oldu dedi. Muş hayiş oldu, eğer ular bizge onçılık zulüm kalmamışsa Uygurlar bölgünçlik değil. Bu hayiş olmaydı diye kalırsa kırmaydı dedi. Asıl teksti bu emas, lekin ma'nosi shu qo'y qilgan gapning. Xalqda kirib o'quvas bo'ldi. Akademikning bitta kirib bar chaplab chiqarsa, meniki kirsin bar chaplabnikida. Ham bu gapni qildi. Buningdan tabiiy nima chiqdi o'lsa, unda o'sha Xitoy yoki hokimiyat ustiga xohlagan birisi Uyg'urni bostamizlar. Uyg'urlar o'zi Uyg'ur bo'lib, musulmon bo'lib yashashiga to'sqinlik qilmaslar, bular mustaqillik talab qilmaydi ekanda degan yakun chiqdi. Shunda bo'ldi-ku. Bizning mustaqillik talab qilishimizning asosiy sababi nima bo'ldi desa, Xitoyning bostirishi kimligimizga to'sqinlik qilishi bo'ldi. Agar bu ikki sabab bo'lmasa, ma'nosi chiqamdi, natija chiqamdi, chiqmaydi. Bu mantiqa. Bravo. Endi bu narsa Uyg'urning bugungi da'vosiga aytilgan ziyinni o'ylab boqaylik. Burun mustaqillik desak bo'lmaydi deydigan gap batdi. Uchoq bir cho'nglarning bir ulug'larning og'zidan olmagan, ammo nima uchun mustaqillik demaydi ekansa, mesela qaqshaydiganlar batdi. Mustaqillik bo'lmaydi ekan, xalqaro qabul qilmaydi ekan deb. Lekin Salih Xudoyor
Bunun yağarlığını ispatladı. Hali müstakillik deb yürüp müstakillik degan narsa qabul qilg'izdi. Hatto ba'zilarning og'zidan Sharq Turkiston deydigan gaplar chiqdi. Shu Sharq Turkiston degan iboraning o'zi Uyg'urning mustaqilligini qo'llaganlar. Mustaqillik degan gap. Chunki avtonomiya Xinjiang deyish kerak. Sharq Turkiston mustaqillik degan gap. Endi mustaqillikdan iborat mushu narsa tilga ilinayotgan bugungi kunda masalan bu dunyoning tartibini boshqarayotganlar asosan g'arbliklar deb qaraymiz. Bu bir xil qarash, rasmiy yolg'on o'qimayman. Bularga nisbatan dunyoning har yerda chiqqan xafalar, malani deb o'ychilsa problem. Ama problem bu hal qilish tegishli masalalar. Shu qatorda Uyg'ur masalasi. Diqqat qilinglar, ha. Mani Chinaning ichki masalasi deb atamadi. Uyg'ur masalasi deb atadi. Shundaqmi? Chunki bu problemninki ziyonkashlikka uchrag'uvchisi biz. Ziyonkashlikka uchrag'uvchi biz. Mushu Uyg'ur masalasi xalqaralashayotgan, mustaqillik tilga ilinayotgan. Nima uchun mustaqillik tilga ilinayotsa? Chunki bu masalani hal qilish kerak bular. Shundaqmi? Bu masalani hal qilish usullarini har xil odamlar o'tirib qo'ydi. Masalan biz deymiz, mustaqillikdan boshqa hal qilish usuli yo'q. Xitoy kirgan, unda qilgan, bunda qilgan, uni degan, buni degan, bugun qilayotgan ishi ma'vo. Shuning uchun buni hal qilishning birdan-bir yo'li mustaqillik deymiz biz. Shundaqmi? Ammo demokratik Xitoylar nima deydi desa, ya bu Uyg'urlar Xitoyning o'tirishidagi bu to'qinishni, ziddiyatni hal qilishning usuli faqat shu yerda siyosiy tizimni o'zgartirish deydi. Demak, moyada dunyo tartibini saqlayotganlar yoki bu ishga sirtdan qatnashgan uchinchi taraf g'arbni deydi. Bularga nisbatan bizmi yoki Xitoymi yo'q. Shuning uchun bularning oldiga mush ikki xil loyihaning ikkisi keldi. Bu ikki xil loyiha kelganda qanday bo'ldi desa, normalda bular buni o'ylashida qaysini hal qilib bo'ldi. Albatta buni biz mustaqil deb qo'yganligimiz uchun vatni mustaqil qilib degan gap emas. Ammo ideya birinchi qadamda. Shuning bilan bu kelgandiki o'rkashlik bir odam, onulgan bir odam yoshdan chiqib Uyg'urga vakil bo'lib turib buni desa, ular albatta ishni hal qilishning oson yo'lini izlaydi. Bu odamning tabiati. Bu bizning mustaqilligimiz osonmi yoki Xitoyning siyosiy tuzilmasini o'zgartirish yoki mavjud Xitoy hokimiyatining bizga bo'lgan zulmini azaytish osonmi? Albatta keyingisi. Bizning mustaqil qilish qaraganda albatta keyingisi oson. Bizgami shu, boshqalargami shu. Shuning uchun bu nima bo'ldi desa, hozir endi tilga ilinayotgan Sharq Turkiston mustaqilligi degan maqom ma'vo deymiz buni. Ma yashma. Masalan, ishimiz bor. Mushu yashmaga nisbatan nima bo'ldi desa, bu bir zarba bo'ldi o'zbekiston qilayotgan narsa. Qilayotgan gapi mushuning nisbatan bu zarba bo'ldi. Undan keyin bu tabiiy naga turdi desa, bizni bir Xitoylarning qurib qo'ygan qiltig'i bor. Abay degancha, ash qilqaqqa turdi. Bu yerdagi problemning sababi Xitoyning tuzilmasi o'ngchalsa, ya'ni bugun buni bir tal olib beryapti, qo'shib qo'ymayapti. Biz ash uyga kirib, biz taqsimot qilsak, ikki tal bananni jiqlasak, buni qo'shib qo'yish jidal qilmaydi. Deb aldayotgan aql taqlab turdi. Shuning bilan bu masala xalqaralashdi degan gap diqqatini endi tortyapti degan gap haqman. Haq bizni tushunmaydi. Angladi, qilgan gapimizga hammasiga ishonmaydi. U yerda yashimida Xitoyni biz tushunganda hech kim tushunmaydi. Shunga bu narsa oshiga gapirdi. Bu bizga akaga yeni bir zini buning. Endi buningda aşı o'rkashniki kimligi to'g'riliq Mishelda qistirib o'tib ketay. Endi Mishelda abi demokratik Xitoylar dedim, bu yerda Mao Liu Xiaobo deb bir Xitoy bor. Buni amaylan bilamiz, Nobel tinchlik mukofoti erishib, Xitoyning turmushida yetib o'lib ketdi, buning o'ligini bermadi Xitoy. Bu Liu Xiaoboniki o'zi boshqarib tuzgan bir narsa bor, bir qonun loyihasi, asos qonun loyihasi Xitoycha Lingba Shenjang deydi. Qaraganda 2008-yili yozilgan narsa o'xshaydi. Bu butun dunyodagi demokratik Xitoylarning qiblanomasi desak bo'ldi. Harakat mizoni bu. Bu Liu Xiaobo
Örkeş'ten bir ziyaretini anlayan ben Örkeş Yuşobo'nu özümden okutçum, ben onun nemisi depti öyle ki ergeçtikçe, çokunguççe, ben bek çokunmaya, bek çokuyorum başladı. Malumumda bek takrında bunun buydu. Örkeş'ten kıvatkan nesirimi muşnun ududildi. Hem de aşı Dingba Şencan'ın 18. maddesi de depti. Mesela rayondaki bir mukumlukni saqlaydigan bir kuch bo'lish, anandaki Şangan bilan asas mazmuni shu, Şangan bilan nimaninki Tayvanni Şangan bilan Ovminning erkin huquqini, erkin qonunini saqlab qolish, anandaki bizga kelganda shu bir buyuk nim bilan debdi. Büyük aql bilan, farosat bilan har qaysi azsalliq, har qaysi millatlar o'rtasidagi munosabatni tanglab bir federatsiya qurib chiqishga. Ularning nishoni, yetab qilinglar. Chiqishning yo'li ustida izlanishga, jumon. Izlanish. Yo'l topmabdi taqa. Izlandika, huquqni avab. Bizni qanday qildilar, endi izlandika bular. Endi kurash qistirib o'tib ketay. Mavzudon o'z vaqtida demokratçıydı. Mavzudon yazgan narsani qiziqqanlar izlab baqsanglar bo'ldi. Mavzudonning demokratiyalik saviyasi bugungi har qanday Xitoyning o'tashini besishi mumkin. Men hayron qolgan Mavzudon demokratik ashyorlarini ko'rib, qismi yozuvlarni o'qib hayron qolgan. Buning demokratiyaga bo'lgan tunishi yomon cho'nqur Mavzudon. Chunki o'z vaqtida, ya'ni vaqtida Amerika izlab Mavzudon yo'liga tarixni izlab baqsa bo'ldi. Shu Mavzudon qo'lida, Gongsandanning qo'lida, shular demokratchi vaqtida qo'lida harbiy kuchi bor, lekin o'zi ojizroq vaqtida Gongsandanning nizomnomasiga nima kirgizilgan ekan desanglar, Uyg'ur, Tibet va Mo'ng'ullarning mustaqil bo'lishiga yordam beramiz deb kirgizilib ekan. Dastlabda qo'lda qurol bor juma Mavzudonning, partiyasi va armiyasi bor. Mashinasini kirgizib ekan shu chog'da. Gongsandanning Mavzudon demak Gongsandanning, Gongsandanning kim huquqini bilmayman. Uyg'urlar, Tibetlar va Mo'ng'ullarning mustaqilligiga yordam berish degan narsa nizomnomasi kirgizilgan kompartiyaning. Keyin bu sal kuchaygandan keyin nimaga o'zgaribdi desa, Uyg'urlar, Mo'ng'ullar va Tibetlar bilan maslahatlashib federatsiya qurish degan narsaga o'zgartirilibdi bu sal kuchaygandan keyin. Xitoy tarixchilari o'zlari so'zlaydi, biz buni bir Xitoyda yashaganda anglamagan-ku bu narsani, chunki Xitoy u tarixni so'zlamaydi-ku bizga. Eğer çıkanlık anlı Xitoy tarixchilari o'zi so'zlaydi. Mo'sha 8 yil Yapon qarshi urush mezgilida bu urushni asosan Gomindan qilgan. Gomindan qattiq cho'ng talafot uchirgan. Endi bu zaman bu vaqtda Mavzudon Yaponlar bilan birlashib Gomindan o'zini kuchaytgan. 8 yil. Shuningdek 45-yili Ikkinchi dunyo urushi oxirlashganda Yapon ojizlashganlarda mag'lub bo'lgan vaqtida Gomindan halsirab Gongsandan kuchayib ketgan. Shuningdek 45-yili bularningki nizomnomasi 3-chi qatim o'zgarib, biz to'g'riliq nizomnomasi Uyg'urlar, Mo'ng'ullar va Tibetlarga avtonomiya huquqini, yuksak avtonomiya beramiz deganga o'zgarib ketgan. Hamma bir selishtirib qo'ya. Mavzudonning qo'lda qurol vaqtida Gongsandan'da Mavzudon qilgan kelsa. Gongsandan'ning qo'lda qurol va kuchi bor vaqtida, ayada bir kuch shaklida, Xitoy territoriyasi kuch shaklida mavjud bo'layotgan vaqtida hech bo'lmasa boshda ashundaqroq debdi. Mustaqillik yordam qilamiz deb, uningdan keyin ular bilan federatsiya quramiz deb. Bu demokratchiga chiqajmi? Ammo bugungi demokratchilarchi qo'lida yechim yo'qmi demay namoyish 30 odam chiqamaydimişlar. Qo'lda askar yo'q, askarning gapini qo'yaydi. Bir namoyishga 30 odam chiqamaydi. Mushunda bo'lar, lekin nari sargardan bo'lib turib, hozirdan boshlab bizga qanday bir taraf qilishni vatanni qo'lga olganga o'ylashidga. Ana ishimiz unga. Buni tanmaymiz. Buni hozir eng isil, men abay dedim-ku. Eng isil bir narsani tip chiqib oldimiz, qo'ygan tadimni ishini qil deymiz. Men zag'ri yesammi, sening qo'lingda aqna yegandan yaxshi. O'zimnikini yeyman. Hojat yo'q. Men tanlayman. Men yaloq yalamayman, men ishtayman. Men jangalda osh yursammi, o'zimning rizqimni o'zim tep yeyman, o'zimga o'zim qo'jib, erkin bilan yashayman. Chunki erk bu iboha narsa.
Adamның iki tarafı oldu. Hayvanlık tarafı, insanlık tarafı. Onun hayvanlık tarafı, fizyolojik tarafı. Yaxşırak birden yavaşsam, uxlayasam. Çünkü yiyişte hayvan mı yeydi o? Hayvan mı uxlaydı o? Hayvan mı köpüydü o? Hayvan mı korktu? İsiyat var hayvandı mı? Ama adam kovuluştuğun neyse onun da yüksek bir neyse oldu. Bizni insan kılatkan neyse şu. Şunun için açıkım geldi. Eğer müstakillikle biz mecburlangan olsak, demek bizde insandaki yükseklik yok denge. Biz adı okşayımız denge. Adamki hakaret olmaydı o. Endi bunun açık kelgan sanda emas, şu nimani anlagandan keyin endi birsidaqa bilimsizligidan, masalan, men endi uningdan Bejingda bilib o'qigan. Uniki ashlar bir alaqanat birisi ishkanligini bilaman. Uningdagi talant faqatla men tilga olgandek, yaqiningdek nutq talanti va boshqalar. Ammo u yaxshi o'qimagan bir bola, endi shu alaqishib yurgan maktabdan haydalishga oz qolgan birisi. Ama nutq qobiliyati bilan Bejingda shu Tiananmenda tonli qilib ko'z ko'rinib qolgan birisi. Ammo bu o'zi degandek, bu o'zi apsi Uyg'ur, dadasi Uyg'ur, ammo Bejingda tug'ilgan, qeni Uyg'ur, ammo o'zi Xitoy birisi-da endi. Hozirgacha uning bir yerda mening ismim O'rkash degan deb atag'imni ko'rib baqdingmi? Yo'q. Izchil deydig'ini Warkash deydi. Ya'ni Xitoycha atilishida, O'rkash degandagi Xitoycha atilishi, uni asli hozir men Uyg'ur davosiga boshlab kirgandan keyin men Amerikadagi tashkilotlar ma'luqi bahriy rais qilibdi, taklif qilibdi uni, vazifaga tayinlabdi. Uyg'urniki da'vatchisi nomida da'vo qilayotgandan keyin hech bo'lmasa o'zining ismini O'rkash davlat ochish kerak. Unda yo'q. Warkash hozirgacha O'rkash desa hech kim bo'lmay Warkash deydi, u boshqa ataydi. Buniki tarix to'g'risidagi anaqa kichik bola anlasimi ochiq keladigan anaqa tasvirlashtirib degandek, biz Mo'ng'ullar bosqanda xo'shal yashagan yo'q, baxtli yashagan, nimalar Manjula bosqanda ular bilan baxtli yashagan yo'q. Xitoylar kelib, kommunistlar kelib, bo'mindanmi yo'q uning ichida. Kommunistlar kelib 70 yil ichida bizni Uyg'urni yo'q qilib degandan keyin anadagi kallamizga mustaqillik degan narsa kirib qoldi degan gap, bu bir siyosiy, ya'ni bir siyosiy aqli bir odam deydigan gap emas bu. Ya'ni Uyg'urning tarixini ozroq qilchilik bilgan bo'lsa, shu Manju xonadonligi bosib kirgandan tortib, Uyg'urniki millionlab shehid berib, jon berib, mustaqillik uchun kurash qilayotganligidan ozroq zarrachilik xabari bo'lgan bo'lsa, mandaq ahmoqona gapni qilmaydi. Bu kalvag'ı endi Uyg'ur qanava Xitoy dedik, ismimi Xitoy, o'zimi Xitoy, tafakkurimi Xitoy. Ammo avvaliga taklif qilib akirganlar yo'g'on tashkilotlarga. Uning azroq bir Uyg'urlik ideyasini singdirmagan bo'ldi, masalan. Sen burundan 30 yilning oyog'i Xitoy davlatini nima demokratiyalashtirmaydi deb qo'ysa, endi bizniki Uyg'urlarning ehtiyoji bor sana, Uyg'urning davosiga akirdik seni. Uyg'urning davosi mandaq davo deb. U bilmasligi normal, chunki u qiziqmaydi. Uning nimasi yo'q, uning nishonida yo'q bir ish bu. Ammo hozir Uyg'urning davosi xalqaro eng qiziq nuqta bo'lib qoldi. Siyosiyonlarni o'ziga tortadigan bir tema bo'lib qoldi. Bu hojammo endi mayada o'yin bor deb keldimi? Va yoki buni Uyg'urni ozod qilishning, mustaqil qilishning mazmuni o'zi o'ylaydigan atalmish butun Xitoyni ozod qilishning bir tarkibi deb o'ylag'ashqa keldimi? Qanday bo'lmasin, bir aql egasi, bir o'qigan odam oldi bilan o'zining millati, men Uyg'ur deb turib so'zlagandan keyin o'zining millati to'g'riliq aqlli bir bilimga ega bo'lishi, bilmaganda o'rganishi, anondan Uyg'ur to'g'riliq so'zlash kerak edi. Nəhayət əfsus, bu yoğun başındakı əmdi səviyyəsinin qandaqlığını Uyğurlar şu intervyudan görüb aldı. Əmdiki məsələ, bu bir eyni vaxtda Tiananmenda Xitayda tonulğan bir insan. Bu təsir var. Çünki məyli çətəl mediası olsun, çətəldiki siyasətçilər olsun, aldı bilən bizə oxşaş tonulmağan fuqralarını əməz, muşundaq namı var, tonulğanlarını izləydi yani. Məsələn, Uyğur işini hal qilishdi-mu, mushunga o'xshash tonilgan ham o'zi Uyg'ur qini bor, mushtaqlarni izlaydi. Ammo hozirgi reallik nima bizganda biz mush Abdurim Jallo bilan uzun bo'ldi deb qo'yapmiz.
Uyg'ur davosiga vakillik qilayotgan ham bayman degandek chet ellik hukumatlar, siyosiyonlar, axborotlar, ey sen Uyg'ur to'g'riliq bilan so'zlab ber deb oldiga kelayotgan odamlarning ahvoli Uyg'urni cho'chitadigan ahvolda. Baya bu Abdurimjon deb o'tgan Tulki, Nuriy Tulkininki masalasi biz uni nihoyatda inchki yechib berdik. U endi Uyg'urning oilasi cho'ng'igan Uyg'urning tarixini biladi, ammo mayli uning ideologiyasi bo'lsin, u o'sib yetilgan oilaniki ta'siridan bo'lsin, uning so'zlaydigini, uning o'ylaydigini yana Xitoy. Ya'ni biz bir cho'ng o'rkashga o'xshash o'ylaydi, biz bir cho'ng oilaning bolalari to'q, to'rt bolasini urmay meni qattiq urib ketdi. Meni uyda turg'ul qo'ymas qilib qo'ydi, shunga men uydan chiqib ketishni o'ylayapman degandek, bunda puroqni tushuntiryapti masalan Uyg'urning mustaqilligini-da. Ya'ni demakchi biz bir oila to'q. Mana o'sha chiqish nuqtasining o'zila bularning munofiqlik ideyasidagi odamlar ekanligini isbotlaydi. Biz bir oila emasdik. Shu Manju xonadonligi besib kirganga qadar Uyg'urlar hur yashagan millat. Nurg'ulg'an xonadonlik, nurg'ulg'an imperiyalarni qurgan bir cho'ng millat. Ammo o'sha G'arb, Angliya, Ruslar va boshqalarning yordamlari bilan haliqi Xitoy, Zozongtang degan Xitoy shu Manjuriya askarni boshlab kirib, dastlab bir besilib, u keyin Uyg'urlar 100 yil qon to'kib, uni qo'g'lab chiqargandan keyin yana besilib, oxiri vatanimizning nomini yangi tuproq o'zgartganning yog'i biz yana har yildagidek qurbon beryapmiz, qon to'kyapmiz. Nimishqa deganda biz oldinda musulmon, Alloh degan, sening tuprog'ingni egallagan, vataningga tajovuz qilgan dushmanni qo'g'lab chiqar degan oldi bilan. Anondan keyin biz hur yashagan millat bo'lg'achqa, shu Manju bosqandan tortib, mayli Manjusi bo'lsin va undan keyingi Mo'ng'ollar bo'lsin va Go'mindangsi bo'lsin, G'umsandang bo'lsin, hammasiga qarshi kurash qilyapmiz. Nimishqa? Chunki boya Ma'vo Rishad deb o'tgandek bizning uyga kirib oldi bu qaroqchilar. Bizning uyimizga kirib olib, u badani bilan olmani taqsim qilishini biz qabul qilmaymiz, illa billah, hayot qabul qilmaymiz. Bu problem mayada, masalaning tuguni mayada. Ammo biz hozir bay degandek, xalqaro hozir Uyg'urning masalasi nihoyatda bir cho'ng tema bo'ldi. Butun dunyo biladi. Hem ko'ngil bo'lyapti, Uyg'urning mustaqilligini qo'llayapti asta-asta. Mustaqillikda Uyg'ur nima o'ylaydi deganda, shu bizga vakolatan so'zlayotganlar mana shunga o'rkashga o'xshash, tulkiga o'xshashlar bo'lib qoldi. Nihoyat afsus. Ammo aramizda haqiqiy Uyg'urning sadosini bildirilgan, isbotlay oladigan faoliyatchilar yo'qmi deganda bor. Ammo afsus, ular asosli o'rinni egallayolmayapti. Masalan, shaxsan shu o'rkashniki masalasini aytsak, Mao Campaign for Uyg'ur degani yangi chiqqan bir tashkilot bu. Bir 2 yil bo'lgan bo'lishi mumkin qurilg'ili. Amerikada va dunyo miqyosida keng ko'lamda faoliyat olib berayotgan bir tashkilot. Bular nimishqa o'rkashga o'xshash shu cho'ng xitoychilik ideyasiga ega. Bayman degandek bir oilaning bolalari to'q biz, meni bakrak urvatdi deydigan bir ideyadagi birisini taklif qilib, uni faxriy rais qilib, ham uning kuchidan foydalanib xalqaro tunishni o'ydimi yoki ularning ideyasi o'xshash bo'lg'achqa. Ular bir xil ideyadagi odamlar bo'lg'achqa uni taklif qildimi? Aytavur, bayman degandek hozir Uyg'ur davosida bir xatarlik ahvol shuki, mushundaq odamlar sahnaning o'ttirini egallab oldi hozir. Bu jihatda cho'qim shu ishkanlarni oz bo'lmagan tafakkurlarni qildinglar deyman, o'yladinglar deyman. Agar mush ahvol davomlashsa, o'rkakga o'xshash, tulkiga o'xshash odamlar Uyg'urga vakolatdan butun dunyoda Uyg'urning ovozini chiqaraversa, yana bir jihatdan xalqaro bu Uyg'urning davosi haqiqatan mustaqillik davosiga, bu irqiy qirg'inchilik davosiga, masalan, Adrian Zensniki deb Uyg'ur masalasining bir irqiy qirg'inchilik ekanligini isbotlashim bakardan emas. Bu orada bir cho'ng ziddiyat tug'ildi. Ya'ni xalqaroning anglamoqchi bo'lgani boshqa, ammo Uyg'urning ovozi deb bizning ovozimizni yetkazayotgan boy tilga og'illarniki dunyoga yetkazayotgan ovozi boshqa. Bunda holatda qarindoshlarim, bizning davoyimiz qaysi tarafga menishi mumkin?
Bu yerdə sizlərin oyunlarından azraq bağlanıb baxsın. Endi shu bizning asosli uzun yilning oyog'i qilayotgan tanqidlar bo'lsin, shundaqki ochiq suhbatda deb berilayotgan fikrlar bo'lsin, hammasi shu biz millatimizniki taqdirini hal bo'lgan bir do'qmushqa yana tanlaydigan bir do'qmush kelgan chog'da buni xalta ko'chaga boshlab ketganlarning xavf xatardan ogohlantirib keldik. Shuni biz tanqidlab kelyapmiz. 44-yili Sharqiy Turkiston Jumhuriyati hukumati vaqtli bo'lsa-mu qurilib, bu yerda bir mustaqillikninki qanliq urushi bo'layotgan chog'da, Manas daryosi bo'yicha bostirib berib, Gomindanlarninki zodi faqat 2 kunlik bardashlik bergan vaqt qilgan 140 kilometrlik musobaqa qilgan Gomindanlarning askarlari Urumchiga topshirib qolgan. Ichkaridan kelayotgan yordam, askariy yordam o'zi 8 kun yetib kela oladi. 8 kungacha, ammo bu Sharqiy Turkiston Milliy armiyasi 140 kilometrlik musobaqada hayvga o'sib turibdi. Moshundaq chaqlarning o'zida bu chaqlar bir afandimlar kelgan ichkaridan gansizlar anachaqdan kelib, bu yerda bir tinchlik yani mustaqillik bo'lishning oldini oladigan cho'ng bir demokratik Jungoning parchalanib ketmasligi, Uyg'urlarning o'zi bu cho'ng ona tuproqning qo'ynidan bo'linib chiqib ketmasligi to'g'risida xizmat qilish uchun boshqa cho'ng bir vazifa bilan kelgan apandilar bo'lgan. Buni men jiqni tanqidlab ketdim, jiq yezib ketdim bularni. Bu to'g'riliq yomon haqoratga uchrab ketdim. Bizning liderimizni sen tanqidlaysan. Endi orliqdan 76 yil o'tgan chog'da endi Esa apandilarning yana birisi paydo bo'lish bir xavfida ko'rildi. Men buni gumon bilan namda o'tirib qarayman. Buni gumon bilan deyman. Har qanday gapni men gumon bilan deyman. Qo'l birinchi isbot yo'q. Tarixni asos qilgan gap, uchinchidan bo'layotgan naq maydondagi harakatlarning xarakteriga qarata men bunda gumonlanib o'tirib qo'yman. Endi bu tashkilotlar nima uchun tushundimamdi dedim. Men gapni 5 dan deb o'tib ketdim. Bu O'rkash apandining o'zi Uyg'urlarning ishini bilmaydi birinchidan. U qarashimi shu Xitoylarning tadqiqotchi, Xitoy siyosatchilarining, Xitoy demokratlarining ko'zi bilan qaraydi Uyg'ur masalasiga. Unda olgandan keyin bu Uyg'urlar Uyg'ur Xitoy ayrılib ketgan deydigan bir masala yo'q. Ishga ayrilmaslik tarixdan bilan ayrilmay kelgan bu cho'ng bir imperiya yashab kelgan bir millat bu. Yaqinda bir millat deb qaraydi Uyg'urga. Unda qaragandan keyin bu o'zining shu fikrini o'tirib qo'ydi. Endi bu uchrashgan odamlar buni yakın faaliyet kılgan Uygurlarning arasındaki yuqori qatlam Sharqil deymiz, Ziyoli deymiz, efendim milqidek da'vogar, pavagar, danqi chiqqan aktiv faaliyetçi degan bularning o'ziniki umumiy qilayotgan narsa nima desak, bular faqat eng oxirgi 3 yildagi lager g'avosi, lagerni taqash, irqiy qirg'inchilikni to'xtatish, Uyg'urlarningki dini bilan, madaniyati bilan, tili bilan xotirjam yashay olishini kapalet yıkılış. Muşu qattiq bir bo'ronni zaten bütün dünyadaki güçlerini işletip durup muşu Xitoyning qattiq bo'ron chapqun muşu jazo hareketining oldini elish degan muşu nuqtada bular buni cho'ng emas. Men endi bu faoliyatlarning ichida 20 necha yilning yog'i bor. Markazida bor. 20 necha yilning yog'i bor. Ba'zi chog'da urushib, ba'zi chog'da kelishib, ralishib, eng oxir 2012-yili 10-oyda ada juda bo'lib ayrılib chiqib ketdik bulardan. Shundan yog'i bir chat turib kilovatimiz endi ba'zi tanqidni, ba'zi falan narsa kilovatimiz. Bularninki zodi tuxumdan o'lik chiqqan boshqa deyman men bularni-ku. Nima desa faqat biz mustaqillik bo'lishga ko'zimiz bizniki nima yetmaydi. Biz uni qilolmaymiz. Bizning mustaqil bo'lishimiz oldidan Xitoy demokratiyaga o'tish kerak. Xitoy demokratiyaga o'tgan chog'ning o'zida o'z taqdirini o'zi belgilash degandan iborat bu demokratik prinsip bo'yicha andikin biz ovoz qo'yish orqali bo'la olamiz deb 2013-yil Erkin Akram yozgan strategiyasida shunday bir narsalar bormish. Bular 2003-yil emas, 96-yili, 95-yili chet elga chiqib faoliyat qilgan chaqlarning o'zida bularning programmasida bor. Biz Uyg'urlarning kishilik huquqi va o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi uchun kurash qilamiz degan bu nima degan gap? Xitoyni, ya'ni Jungoni demokratiyaga o'tkazish uchun harakat qilamiz. Demokratiya o'tib bo'lgan chog'da demokratik Xitoylar bilan bir ishtal o'ltirib turib, u yerdagi masalani, milliy masalamizni hal qilamiz deb bular bundan 26 yil burun bu programma bilan
programmalanıp chet elga chiqqan va shu bo'yicha hozirgacha harakat qilayotgan odamlar. Bunda bo'lgandan keyin bu o'rgashga endi bular qanday maslahat beradi, qanday taklif beradi? Shu o'zi qilayotgan, o'zi bilayotgan shu ishni taklif beradi. Eng yomoni hozir va Xitoyniki bizni ommaviy qirg'in qilayotgan ma narsasi hamma odamlar endişe salgan bir kavak içilgandan keyin mushu kavakdan so'rab akirib, zati biz shu qirg'in qilinib yotgan mush qirg'inchilikni oldini olishimiz bizning eng cho'ng g'alaba, bizning birdan bir kurashimiz. Mushuni hal qilmay turib biz mustaqillik unday gapni unutib ketish kerak degan bu gaplarni 3 yildan yog' jiqtashib qildi, haqoratlashib tilishib ketdi doktorlarga chiqib odamlar bilan. Sening qo'lingdan mustaqillik kelmaganga o'xshashlar o lagerdeki adamni birisini chiqarishni qo'lingdan kelmaydi. O lagerni taqishni kelmaydi. Xitoyga yol verib, oyog'ida yig'lab yotsangmi kelmaydi. Kelmaydi. Onun uchun bizni zodi asosiy prinsip bo'lgan mustaqillik degan bu irodani joriy qilish kerak ekan, bu tashabbusni o'tirib keldik. Endi Muşular davani kişilik vaqtda boshlagan chog'ning o'zida 95-yil deyli endi bularning tashkilini boshlagan vaqti. Shu vaqtdan tortib Uyg'urlarning kishilik huquqi, diniy erkinligi, faoliyat erkinligi, fikr erkinligi deb bular mustaqil shuni qilib yurgan. Hozir qanday bo'lib qoldi? 25 yildan keyin Uyg'urlar qasallik qilib qoldi. Shu 25 yillik chorak asrlik bularningki film topmay qilgan ko'rishining natijasi zaten nima bo'ldi? Bunu qattiq o'ylab baxmaydi. O'ylaydiganda balkim, ammo yuzi qislamaydi, mas yurak ichmaydi bular. Bular shu o'rinni egallab, shuna mangandiki andiki men nima deb bunga baho bera qolmaysa, bular shu cho'ng Xitoychilik uchun o'tigili maxsus program bilan chet elga chiqarilgan, qachirilgan, o'rinlashtirilgan, oldin bekitilgan odamlar deb men xullas shunday chiqarib bularga tuhmat chaplab mangandan keyin yozganlarimda, so'zlaganlarimda mushta deb mangan. Hey, 25 yil natija bermagan bir narsangda nima uchun bunda oshiq, mashqda chaplashib qolish? Programmani o'zgartib boqolmamsa, seni kim majburlaydi bu programmani mangulik davomlashtirishga deydigan bu savolning aqsini andan keyin men bularga tuhmat chaplashga qo'yman. Endi bu O'rgash apandining o'zini balkim Tayvan, ya'ni cho'ng demokratik binasilar o'tirib chiqmagandir. Eli Rishadning o'zi bir qisqacha uzun bir misolning ichida qisqacha bir gapni o'tib ketdi-da. Lishovbuniki Uyg'ur masalasida 18-maddasida uning fikrida Uyg'ur masalasini yoki territoriyalik masalani bunday shaklda hal qilmaymiz deb unda bir narsani o'tirib qo'ymaydi. Naati ustulik bilan yo'l tutish kerak. Yo'l menish kerak-da. Endi bu nima degan gap? Zadi ishqi yaraydigan har qanday omilni sezgirlik bilan ishqi selish kerak, bundan foydalanish kerak degan bo'ldi. Endi bunda omillar to'xmushda uchrab turdi. O'ylab qolamiz, bir güzel turib bir odam chiqib qoldi bu yerdan. Bir yer turmadan chiqib qoldi, bir yerdan Xitoy chiqarib berdi. Bu ishlar yana turdi endi. Bo'lib turdi, shuning bilan bu yerda biz sezgirligimizni yo'qotib, baxtib qolsak, qanday o'chaqda ulug' shaxs ekan, ajoyib cho'ng kishi ekan deb Rishad deb o'tganga o'xshash vatanninki mangulik buyukligi, mangulik muqaddasligini oldida cho'ng shaxslarning o'zini biz selishtirish iqtidorimiz bo'lmag'achqa, tark etamagan bo'lg'achqa, cho'ng shaxsga yaqsak sen nima qilganding avval, sen kim eding deydi. Ammo buda gapirmasak bularniki shunday bir vatan muqaddaslikninki ustidan bular o'zining elaki oqsoq cho'loq fikrini o'tirib qo'yib, millatning 44-yildagi Manas daryosi bo'yiga ketayotgan do'qmishida yana bir qatam bular to'sqinlik paydo qilib, chet elliklarga, g'arbliklarga bizni qo'llamoqchi bo'layotganlarga bularni zodi mustaqil qilib qo'yib, masalan, sal qilsak bo'ladimi yoki sal asarak bo'lmayib, demokratik bir ustunlar bilan bularga kamchilik bir sharoitni yaratib berib, tinchlik bilan bu masalani hal qilsak bo'ladimi deb elitaki Rishad buni o'tirib o'xshash, bu shunday bir tanlash bosqichi kelgancha albatta Uyg'urlarga vakolatan bunday shaxslar chiqib, biz optimiya uchun kurash qilyapmiz, inson huquqlari uchun kurash qilyapmiz, 25 yilni yolg'izib qo'ygan programmamiz bor, o'zgarmay bugungacha davomlashtirib qilyapmiz deb buni o'tirib qo'ygan chog'da albatta bular mustaqilliklar qilmaydi ekan. Tarixda mustaqil bo'lmoqda ekan, manjularni yashab ekan. Endi tarixni bu
Örkeştin ola mənəsi artıq biliyordu. Muşu qəribliklər Uyğurlarınki Mançoğa qarşı, Monqol qarşı, Gomindan'a qarşı bu üç basmış hükümrana qarşı qanunda küraş qilganligini əlbəttə buldu. Amma bulubmu 70 yılın yağı Uyğurlar undaq danlıq bir küraşni qilmagandan keyin qəribliklər o'ylab qoldi ki, kommunist Xitoylar Uyğurlarga yaxshi muomala qilib 70 yilning oyog'i yaxshi uyutib etibdikan degan tunishqimi keldi. Chunki bular yirtdi. Şinjan Uyghur Avtonom rayoni degan bir salohiyatni bergandan keyin territoriyalik ma'muriy huquqni bergandan keyin bularni o'zi tish yashab etibdi deb o'ylab qoldi. Undan keyin zulm kim qilib desa, Xinjiang qilib etibdi. Undan keyin Xinjiang qilib mashta diktator zolim shaxsiy hukmronlar zulm qilib Uyg'urlar bo'zaq ketibdi. Amaliyotda umumiy hukmronlik Uyg'urlar zulmni sanmabdi. Chunki 70 yildan burun davrda bularni qalliq kurash qilgan bir millat. Ama bu 70 yıl içinde unçuğa danlıq bir kurashni qilmaydi. Munda tushuncha chekildi. Bizning qo'limizdagi imkoniyat, umumyuzlik qurolliq urush kerak imkoniyatlarning bo'lmaganligini 70 yilning bizni hech qanday bir qo'shni davlatning qo'llamaganligi, hatto 25-30 yilning O'rta Osiyo davlatlari bizga qarshi turayotganligi, bizni Xitoy tutib berayotganligi, bularning qat'iy nazar turib Uyg'urlarning o'zi balkim Xitoylar bilan yaxshi mutoyiga o'xshaydi. Azraqmi shu diktator zolim 20-30 hükümranlar hatta o'rin bo'shib kelsa demokratiya hukmi kommunistik tuzum ostida Uyg'urlar yaxshi yashaydigan o'xshaydigan bunda tunishga albatta kelib qilishi ehtimollar. Shuning uchun mandaq kollektivda donliq liderlarning o'zi o'zini tuzitish kerak. Mana men nurg'un ketin dedim. Başka programlarda özüm yazmada sözümde dedim. Sen fakat özümün teşkilatının programısını sözle. Ben Dünya Uyghur Kurultayı'nın bayanatçısı. Dünya Uyghur Kurultayımız özdəqini üzbelgilə itib mandaq fəaliyyət qılımız, biz şunu qılımız. Müstəqillıq degan gapni biz daramayımız, onu başqa təşkilatlı deyil. Müstəqillıq fəaliyyət qılğan təşkilatlar var, şundan sonra isə. Biz özümüzün proqramımızı boyunca hərəkət qılımız. Yeni birinin özünün təşkilatının kimi qıldı. Biz de onu nurg'un ketim so'raydi, hozirmi so'rab turdi. Sizlar Uyg'uristonda ekansizlar, nurg'ulg'an tashkilotlaringlar Sharqiy Turkistonda ekan, bu qanday ziddiyat ekanligini, bu ziddiyat emas. Bizninki ma'lum bir programmamiz var. Shu bo'yicha Uyg'uriston deb qilamiz. Bu yerda biz davlat qursak, bizning partiyaviy tashkiliy programmamizda Uyg'uriston Cumhuriyati qurilishini, Uyg'uriston deb qurilishini orzu qilamiz. Ammo ko'p sonliq Sharqiy Turkiston deb davlat quramiz, Sharqiy Turkiston deb ataymiz desa, bu demokratik tuzum. Buna biz bo'ysunamiz. Ama bizim təşkilatımızın programması Uyg'urlarning hammasi Uyg'uristonda deydi deb unda qarshilik qilmaymiz. Uyg'uriston Sharqiy Turkiston deganlar xato deb unda qarshilik qilmaymiz. Biz hamkorlashimiz faqat vatanning mustaqilligi degan nuqtada hamkorlashimiz. Deb o'zimizning tashkilot programmasini biz o'zimizga doiramiz deymiz. Albatta bular xalqaro bir bayonot chiqqan chog'ning o'zida o'zining tashkiloti, hatto o'zining shaxsiy nomidan gapirsin bo'ldi. Shaxsiy iradəsizlik ketken, muşundaq bir zeypanda hukukan bir adamken ben bunda çok çıkılacaktım ben ödüsünü çıkarmayayım ya. Çok mesela gitmek boşayarak mandağaq yaptı cevap vereyim. Benim mesela eğrisini sorumak ne istiyor? Niye ki? Bunu kim mecburlaydı bunları bundan cevap verişke? Doğru. Zaten programlaşkan, formatlaşkan Zipiler ona mecburlamışında deyişke, ya ki şundaq dört, şundaq kallam, menki, zaten Uyg'urların hemsi men ne bilsem Uyg'urlar şunu kabul kıldı, deb o'ylandim. Ulan neymiş kız zaten bunu bir doğru dürüst düşünce kelmeydi işte bayanat ilan kılışta, axbaratçılığı bayanat sözlep bunda bir ifade bildirişte neymiş ki bular bunda bir prensipini oylap bakmaydı. Rahmet. Rahmet. Reşat, sen oylandıran bağlaydı. Oldu. Hem de aba gipim üzülüp gitip kaldı ya. Ben ülkeş reddiye vergendiyken destekte mentik ziyaretin reddiye verdim. Hem de akırda azak delil paketavla reddiye verdiği yerim battı. Şunun toluqlum kıyış ne? Toluqlum kıyış ne? Hem de ülkeş hem de akırkı bir neyse, ülkeşinin gipidin yeni bir çıkıdığan neyse, bizden tarixten bu yan kıgan neslimizden karakterini özgertip etti bu çoğu. Tarixten bu yan kıgan köreşlerimiz. Hocaniyaz Hacim'nin, Sabit Tamollam'ın, ama yakındakilerinde Yakup Beg'nin, Onaldaki maaşı, bizdeki birinci, ikinci kıtımlık Cumhuriyet kurgandaki nesliler, hemmini karakterini özgertip etti bu çoğu. Bu kıpak mı dedi bu? Hiç kandak müstakillik talep kıpak mı dedi. Demek ulan nemi için kıldı bu işini? Böyle bu sual çıkartıyor. Endeki
Uyg'urga qarshilik qilmoqni deydi. Bu men tarixni pek bilib ketmayman. Shundan ben izlib baktım. Çünkü qarshilik qilganimizni bildim. Nemalar bo'lganini Ama bunda tafsili bilmaydim. İzlib baksam 1750-yilları Manjular kirib ketgan. Bizning vatanga. Ash qalmoqlarning o'rtasidagi ziddiyatni bartaraf qilamiz degan bani bilan kiriblar, ularning shaxsiyatlar o'rtasida taqiqlanish bo'lganda, shu kirib ashlarning ziddiyati tugitib chiqmay turyapti ekan. Shundan buni qarshilik bo'lganda 1750-yilları bir ketimde acaba Manjular kirgan shu yili bir ketim ikki yil shu so'zilgan qirg'inchilikka 1.200.000 odamni qirib yetgan. 1.200.000 odamni qirib yetgan. Ash bir ketimdilar. Tunji ketimdilar. Uningdan keyin sanab baksam, men ismini biladigan, ismini bilmaydigan, ağlab bakmagan, mesela kichik qurilgan hokimiyatlar, xonliklar, qo'zg'olonlar, inqiloblar 16 ketim qo'zg'olon ekan. İnqilab ekan. Bunun ba'zilari bostirilib ketdi. Har bir bostirilganda bular bütün shaharni biroq qirib ketgan Manjular. Bütün shaharni biroq qirib ketgan. Har bir bostirilganda eng jiqilganda 100 mingdan oshiq odam, izida necha ming odam, normalda necha 10 ming odam Farg'onaga qochdi ekan. Uyg'urlardan, shu chog'da Sharq Turkistondan G'arbiy Turkistonga qochdi ekan. Shu chog'da bu hech qanday zulm bo'lmagan, xotirjam yashagan edi. 1.200.000 odam bir qatimda qirilib, qanday xotirjam yashab tushamadim men. O'rkash olsa yaxshi bo'ldi shuni. Ya deydiğim, seviyen 70'e örkeş tutakal. Esten devatkan bolsam, ekimi toktakal. İşte meyli kanda olmuşum, toktakal örkeş kirme abi koçuğa. Niyede bunda bir nesi var ki o, bula Çayna'daydı o. İleştirip atıyor, mesela Xitaylar, baş özünün ki, Gülsen'den özünün olmuştur. Başka milletler gibi boğa, hükümdarlığını kanunlaştırış için, tarihteki nesnenin hemmesini Jungo deb turoldi, mesela Yuan sulalisi deydi. Amaliyotda bu sulallarning territoriyasida tuzilmasida, siyosiy tuzilmasida qat'iy o'xshashlik yo'q. Bu bir davlatlar, bu ayrim davlatlar bir davlatning takrorlanishi yoki davomlashishi emas, Yaponga o'xshash. Yapon ayni bir davlatning davomlashishi. Xitoyning tarixidagi sulol davlatlar Ming degan boshqa bir davlat, Qing degan boshqa bir davlat, Yuan degan boshqa bir davlat. Onun aldığındaki sındıgan başka bir devlet. Bunlar hemmesi başka devletler. Territoriyası mı okşamaydı, başka adamları mı okşamaydı, nizamnaması o yok. Şu nesir var. İşimiz okşamaydı bunlar. Ama Xitay, şimdi sen diyen Xitay, öz vaxtında vuzulgun kadar şu oturup koyduğu vaxtıda bu işi bizden zimirlerimizi yavalmayanda, çünkü bu Manjular'ın kol koyduğu Manju Khanı'na Manju Khan'ın kolundaki hukuklu kanunluk ötküzü var. Şunun için şunun territoriyasını özgür ötküzü olmadı. Bir yerde sahtı hukumdan birini, sahtı hukum diyen hukum ecimin nöl boğan hukum. Sahtı hukumdan birini öldürüp çıkar. Nime olsa Junha milleti. Junha milleti dediğin nesi yok. Uygur milleti dediğin nesi var. Xitay dediğin nesi var. Manju, Mongol, Şiva, Dağır dediğin nesi var. Lekin Junha milleti dediğin nesi yok. Şununla bu yerde kelgan narsa nima bo'lsa, shu o'rkashlarning davatgan narsasi shu yerga ketadi. Bu hamillikda tafakkur qildi bular. Endi bu yerda bu cho'ng qirg'inchiliklarni bu o'rkash biroqla inkor qiladi. Yo'q, hech nima yo'q deydi. Hech nima yo'q. Bunda bir narsa bor. Qanday bir osoyishlikni tushunmadim. 1.200.000 odamni bir ketimda qirversa, har ketim qirganda kentler, şehirler adam kırsa, bu kozgulanları közünü yumbarsan, sen ne demekçi zaten? Şuna bir yerde davatkan derse, örkeş, özünü Junha milleti de oylaydı o. Aşı sahtı kol, örkeşinin kallısı da şekillenge, örkeş özünü şuna bir itiraf kılışı mümkün. Şunun için o Xitay'ını demokratlaştırmaya davatıdı. Şunun için Uygurların müstakillığını ansız bir hareket, Uygur iradesini ifade etmez, Kallışın neticesi dağıtıdı. Ama örkeş anlap koy. Eğer anlap kalsan bana, sen Junha milleti olsan ben emez. Ben itiraf kılmayım. Ben Uygur.
Vatanim qurilsa, men shu vatanlik, Sharq Turkistonlik. Men Cumhuriyet milleti emas, men Cumhuriyet emas. Sen onu xalsan o'zingning ishing. Demakchi o'g'on oxirgi bu yerga kirmisin. Bu yerga kirmisin. Bu bilimsiz degan bo'lsa bu narsani hech qanday tekshirmay turib, bizning istiqbolimiz, bizning kimligimiz, tariximiz, kelgusimiz, ko'nglimizda o'ylayotgan narsamiz, irodamiz, engimiz hech nimani bilmay turib, o'zining qo'ng'i uribla atrofidagi Xitoyning digini bo'yicha deydigan bo'lib qolsa, unda odamga bizning lozimi yo'q. Tabii. Bu ziyana keldi agar onda saviyasiz olsa. Shunchalik bir ko'ngil bo'lmasa bizga nima ish qilamiz uni? Agar u qasddan davatgan bo'lsa, u dushman. Oldida davatgan narsam tugidi. Endi keyingi savolga deydiganim ko'z qarashim boshqacha menimcha. Bunda bir aqliya anglaganman. Bu tarjim qilingan aqliya qaysi tildan tarjim qilinganini bilmayman. Jamiyatni buzganlar eskilar emas, eskiga sukut qilganlar. Sen deyse, sen sordun-ku, agar mustaq olib qalsa, bizning da'voyimiz, istiqbolimiz nega verishi mumkin deb. Nega verishi mumkinligini men bilmayman. Ammo tafakkur bizning eng oxirgi qo'rg'inimiz nisha qoldi. Eng oxirgi qo'rg'on mush mingida ongda qoldi, irodada qoldi, ruhda qoldi. Uningdan boshqa narsamiz qolmadi. Bizda hech nima yo'q emas, bizda bor. Bizda ruh bor, bizda ong bor, bizda qarqaqlashgan kuch bor, bir yerga kelmagan. Bizda bor, oz, texnikadan oz, lekin hech nimamiz yo'q emas. Bizning eng oxirgi qo'rg'inimiz mushu. Mushu qo'rg'onning ko'rishini qilyapmiz. Bu zot bu qo'rg'on neda? Bu qo'rg'onni saqlab qilish kerakmi yoki buni tashlab o'tish kerakmi? Buni tashlab o'tgan vaqtda to'liq tashlab o'tgan bo'lamiz hamma narsamizni. Shundaqku, chunki vatanni toptirib qo'ydik. Shundaqku mavjudligimiz mayli vatan ichida bo'lsin, mayli vatan sirtida bo'lsin, xiris kuchrayotdi. Ya'ni 20 yildagi, 30 yildagi Uyg'ur bormi yo'qmi bilmaymiz. Biz mush avlod tugishak, chunki bu Uyg'urlik degan Hakim Abdurahmonov yozgan narsani o'qigandan bu fizi bir millatning, milliy kimlikning har tarafi bo'ldi. Buningda Xitoychasi ma'vo Minzurin Tungan'da milliy e'tirof tuyg'usi deydigan bir narsa bor. O'zini Uyg'ur deb e'tirof qilamdi, Qozoq deb e'tirof qilamdi, yoki Xitoy deb e'tirof qilamdi. Masalan, bir qozoq bilan bir Uyg'ur tug'ildi. Ba'zilarning bolalari o'zini Uyg'ur deb yashaydi, ba'zilarning bolalari o'zini qozoq deb yashaydi. Biroq uning tenida Uyg'urim bor, qozoqning tenim bor, Uyg'urning tenim bor. Demak, o'zini nima e'tirof qilishadigan narsa bor deydi. Eng oxirida mush mustaqillik, men Uyg'ur o'bu deydigan mush men Uyg'ur degan mush e'tirof tuyg'usi bizda bor. Bizning bolalarimizda cho'sa ular Uyg'ur so'zlagan bilan u narsa yo'q ularda. Chunki ular Uyg'urdan iborat, Uyg'ur jamiyatidan iborat bir jamiyatni ko'midi. Buning lazzatini ko'midi, achchig'ini tetimidi. Sonra 20 yildagi, 30 yildagi bu Uyg'ur degan narsa bormi bilmaymiz. Elishimiz mumkin, kuchib qayt elishimiz mumkin, almashimiz mumkin, yo'qolib ketishimiz mumkin, buni bilmaymiz. Ammo biz shuning uchun kurash qilamiz. Oxirgi qo'rg'on mushu. Bu yerdagi qo'rg'onni berib o'tib qolsak, shu tugaydi. Chunki bu oxirgi qo'rg'on bo'lib qoldi. Mustaqillik degan bir ong. Shuning uchun kurash qilyapmiz, tirkishyapmiz. Ba'zilar, "Na uqmayman." Suiqasd nazariyasi bo'yicha, albatta Xitoyning sog'a odami bor. Kim men uqmayman? Xitoyning sog'a odami bo'lishi ehtimolga baki qanchalik Xitoy qo'yatmaydi biz bosh. Xitoyning buyrug'i bilan buningga bilginchilik sab mustaqillikdan voz kechiradigan gaplarni qilayotgan maqolalarni yozayotgan bo'lishi mumkin. Ba'zilar haqiqatan hozirgi ahvolimiz qarab buningda umidsizlanib, mushuni tanlayotgan bo'lishi mumkin. Ammo buni bilan tanishyapmiz, deyishyapmiz. Ba'zida nayda to'g'ri narsani deb tursaqmi, nurg'un odam sukut qilib turib oldi. Amaliyotda bizni yangini qarshilabda biz bilan tanishyotgan odamlar emas, sukut qilayotgan odamlar. Sonra bu yerda muhim omil xalq. Biz xalq bo'lib, bizda xalq emas-ku, kechirgan holatda sistemimiz yo'q. Biz xalq bo'lganda, andan keyin u kuch bo'ladi. Masalan, nurg'un odamlar umidsizlanganda bizning nemimiz bor diye. Tayyorlikdan ishimganda unimiz bor, bu tayyorlikdan unimiz bor, bunimiz bor, yana bir bizning nemimiz bor deydi. Bizning ishimiz yo'q deydi. Bizning ishimiz yo'q emas, bizning bor deganda. Bizning sonimiz bor, nüfusimiz bor. Odam degan narsa odam yaratdi. Cho'llarni bo'ston qilgan insonlar qo'li deydi. To'g'ri, odam yaratdi, yo'qni baqlanmaydi, ammo bani o'zgartiradi inson degan birni ish qila oladi. İnsan
Bizning nopusumuz var, ruhimiz var, idrakimiz var, akıl. Tamam. Bu narsa bizde bor narsa. Shuni bir yerga akab birga-birini qo'shib, ikkidan cho'ng qilgan sistemimiz yo'q. Agar ehtimollikning tuvanligi yo'qlikning kapolati bo'lgan bo'lsa, dunyoda 7 milliard nopus bo'lmaydi. Chunki to'ralminingki nisbati millionda bir. Shundaqmi? Biz millionda bir nisbat bilan to'ralmin bo'lgan narsalar. Hozir 7 milliard odam bor dunyoda, bag'asi ko'payyotdi. Millionda bir nisbat. Acaba müstakillikning ehtimolliği shuningdan tuvanmidi? Ama ümitsiz şeytanның işi. Ümitsiz şeytanның işi. Çünkü bunun qayoqqa mangadiganini qiyos qilmoq tez. Uyg'unish degan shu. Bizda nurg'un xato narsalar bor. Buni yo'qotish kerak. Hatto ba'zida vatanning qimmati qanchalik degan savol kelib qoldi mening kallamga. Vatanning qimmati do'stimning ko'nglidan azam. Rast yapma. Deganda men mana qarshi gapsam ko'ngli kelib qolmasin. Ma xato deganni xato deb qarshi chiqsam, ma'nolar yomonlashib qolmaydi deydi. Tutildi. Vatanning qimmati do'stimning ko'nglidan azam. Vatanning qimmati bir ulug'ning nom shuhratidan azam. Ba'zi shun achchig'ini mushkul qog'inimizmi? Haq oz deb qolmaydi. Tamam. Şuna bunun deydiğini mushunchalik. Tamam. Evet. Yaxshi javob berdinglar, ko'ngillarda gaplarni qildinglar. Endi bizning bu ekran chiqib bu narsani deyishimizdagi muzokara qilishimizdagi maqsadmi? Nima deganda endi shu Uyg'urlar orasida davomli shunday qiziq nuqtalar paydo bo'lib turyapti. Buningda endi har xil talash-tortishlar bo'ladi-ku. Mesela torlarda şu neşkünün yağı şu temada az bo'lmagan qarindoshlarımızdan fikir yürgüzüp kalğanı gördük. Bunun da endi başka ekranlar bir dedim mi bilmem ama bizge kelgan inkaslar şu. Mana bir deb baxsanglar bu qanda bu ülkeşning paydo bo'lishi yaxshi ishmi, yomon ishmi degan savollar xarijiq keldi-chu. Endi bu yerda mening burnimga bir shumliq purab turdi. Xuddi boya Abdurahimjon degandek ayni vaqtda bizniki armiyamiz shu monasteriyaga kelib to'xtab qolgan chog'lar yo'q. Buning oldi keyinlarida gomindangchilar, tuyuqsizlar Xitoyda 10 necha yil yashagan, Gansuda yashab 10 necha yil yashagan, Xitoyda 10 necha yil yashagan bir apandini maqsadlik akilib aramizda jiqishlarni umash qilayotganga o'xshash. Hozir mana Xitoy degan 36 yildiz bilan yashaydigan bo'lganlar bu-chu. Tarixdan shu. Hech o'zgarmaydi. O tarix history repeats itself degan gap, tarix o'zini takrorlaydi degan gap yomon ko'p uchragan nima bu-chu? Tarix degan g'ayriy demak turib o'zining ma'lum bo'lg'ida bo'lgan ishlar takrorlanib qoldiki, aynan shaklda. Hozirmi qarasak, mana shu 40-yillardagi shu mayli tarixchilarimiz yoki Anajut romanlarimiz o'qisak, oshchaqdagi satqinlik ideyasi, mustaqillik ideyasi nimasi bo'lmagan, irodasi bo'lmagan g'ayriy odamlarimizniki, bizniki mustaqillik davoyimizga olib kelgan ziyonlarni o'qiganimizda lavlarimizni ishlab qonatib o'tamiz. Uyg'urlar qachon bir tarixdan saboq elib, tarixda o'tkazgan xatoliklarni o'tkazmaydigan bo'lar deydiganga javob berishga tirishimiz yo'q, ammo shu xatoliklarning qayta takrorlanayotganligini ko'rib bek ichinimiz. Hozir mening qo'rqadiganim shu Abdurahimjon degandek, yana shu Qaysadan bir paydo bo'lib qolgan oramizda. Uning ustiga hozir bayimami deb o'tdim. Zaten shu bizga Uyg'urga vakillik qilib, xalqaroga Uyg'urning ovozini yetkazatma deyotgan shu atoqliq arboblar, atalmish shaxslar hozir Uyg'urning irodasiga vakillik qilmayapti. Bu xatarlik ahvol. Ya'ni xalqimiz hozir illa billah bizga mustaqillikdan boshqasi oramki, mumkin emaski bu Xitoy hayvonlar bilan yashab bo'lmaydi deganga %200% ishni bo'lgan holatda yana ekranlarga chiqib, BBC'ga o'xshash, CNN'ga o'xshash, Amerika parlamentiga berib, so'zlayotganlarning hammasi nima deyotdi? Shu lagerni taqab bersin, bizni Uyg'urcha ism qo'yib qo'ysin, namoz o'qib qo'ysin. Biz
o'ylamag'andu, xayolimizga kelib chiqmagan bu mustaqillik degan narsa. Deganni yetkazyapti degani. Bizga inson haqlari kerak deb. Hozir kuni Amerikadagi bir aramizda og'zim buzmay bir avaqa shumbatdi, 12 mol gaptirib shu yana WhatsApp'larda yiqib yuribdi. Xitoy davlati degan andaq kuchli davlat, mandaq kuchli davlat. Hech qandaq davlat uningga besim qilib andaq qilolmaydi, mandaq qilolmaydi. Ashmo bir tashkilotning boshlig'i. Ham bu aqllar qarsa bir bulun kirib yig'ilg'is keldi odamniki. Nimishki bir erkak ovoz yo'q bu yerda. Nimishki millatning irodasi aynan yetkazilmaydi dunyoga. Deydigan savolga javob topolmay jili bo'ldi odam, ammo javob topolmadik zaten. Tepishda o'xshaydi. Ammo bugun mana temada, hamda mana bugungi suhbatning temasini e'lon qilib chiqarib qo'ygan qarindoshlar. O'rkash davlat kim degan gapga bir javob berib bo'ldik. Tushunchi berdik, bilganimizcha. Hamda ikkinchi uning orqa unutla bir qisqa bir savol qo'yilgan, u Uyg'urga vakillik qila olamdi degan bir savol bor. Ham bu vaqtim asosan javobinglarni berib bo'ldinglar deyman. Shundaqdimi? Qisqa, chunki xalqimiz aniq bir javob anglag'usi bor. Gapni uzatmay, soat 2 soat bo'lib qolibdi programmamiz. Qisqa bir javob bersanglar shunga. O'rkash bizga Uyg'urlarga vakillik qila olamdi. Agar qilamasa, xalqimiz o'rkashning paydo bo'lishidek bir hodisaga qanday muomala qilish kerak? Bu bek haqiqatan keskin savol bo'ldi. Uyg'urlarga hozir shu G'arb dunyosida Uyg'urlarga vakolatchilik qilib da'vo qilayotganlarniki asosliq ikki iqlimga bo'linib, ikki tarafga deydi. Endi bir tarafi bizga mustaqillik kerak degan mavqeda bo'lsa, bir tarafi biz inson haqlari masalasi bo'yicha kurash qilamiz, Xitoy zulmini to'xtatsin degan bu mavqeda bo'lib o'tadi. Bo'lib shu asosliq G'arbga yuzlanib rasmiy diplomatiya kanallari bilan munosabat qilayotgan qurultayga o'xshash mana tashkilotlar va aktiv siyosiy faoliyatchilar shu iqlimda, ya'ni bizga mustaqillik degan narsa hozircha muhim emas, muhim bo'lgani lagerni taqab hayotni qutuldirib qolish degan shu mavqeda turib, ya'ni mustaqillik kerak emas degan mazmunni olg'a surib kelyapti. Albatta bularning o'zi Uyg'urlarga umumyuzlik milliy maslimizga, milliy irodamizga vakillik qilolmaydi. Bizning milliy irodamiz o'zil-kesil mustaqillik. Ammo bular o'zi faqat o'zining tashkilotiga vakolatan bizning tashkilotimiz bo'yicha Xitoy zulmini to'xtatsin, uning neresi bizning ishimiz emas. Mustaqillik demdi, avtonomiya demdi, nimalar desa, u shuni qiladigan tashkilotlarning vazifasi. Bizning vazifamiz o'zimizning tashkilotimiz bo'yicha inson haqlari da'vosini qilamiz. Biz Uyg'urlarga umumyuzlik vakillik qilolmaymiz degan bu narsani e'tirof qilish. Agar buni e'tirof qilmasa, bu mavqeni o'chqashlar bayon qilmasa, bunga biz qarshi chiqishimiz kerak bularga. Endi o'rkashmi shu qatordagilarningki sepida. Ya'ni o'zi endi hozirgi kuni Xitoy demokratik odami deb qaraydik. Endi Pokida bu yerda bir Uyg'ur tashkilotiga rahbar bo'lib, ondan keyin Uyg'ur faoliyatchisi degan bu nom bilan o'tirib chiqibdi. Buning qarag'anchaqdan bu, ya'ni Uyg'urlik vakillik qilaman deb maydonga chiqqani. Ammo vakillik qilishga salohiyat to'shmaydi. Agar salohiyat to'shilgan bo'lsa, ya o'zininki doirasida biz bosqichli harakatning aktivlarida shuni deyish kerak. Umumyuzlik Uyg'ur vatanimizning territorialik masalalari, Uyg'ur millatining umumyuzlik milliy irodasiga vakolatan unda javob berish haqqi yo'q, salohiyat to'shmaydi. Rahmat. Rahmat. Reşat. Sualga sal jiqroq vaqt talab qilishi mumkin, balki talab qilmayman. Ammo bu savolning o'zida masala bor deb o'ylayman. Uyg'urga hech kim vakillik qilmaydi. Kim bir millat vakillik qiladi bir millatga vakillik qiladi. Bir millatda 30 million odam va 30 million odamning qallasini kenasi bir odam chiqib vakillik qiladi. Ya, Uyg'urga odam vakillik qilmaydi. Avvalda 2011-yili millatlashtirish natijasidan chiqqan shu natija vakillik qildi. Aşırı degan odam ma bizning vakilimiz deymiz. Uni demay, uningdan boshqa narsani degan odamni sotdim deymiz. Chunki Uyg'urning irodasi shu. Bu chog'da butun tashkilotlar, aktivistlar hammasi kaptika, Uyg'urga vakillik qildi degan gap
Uyg'urning qo'liga putiga vakillik qilmaydi, shu Uyg'urning idisiga vakillik qildi. Uyg'urning idisi shu chog'da chiqqan. Bir odam chiqib Uyg'urga vakillik qilmaydi, chiqib ha bo'ldi Uyg'urlar bu Xitoyda tursin yoki Uyg'urlar mustaqil bo'lib ketsin, yo Uyg'urlar hayvon bo'lib ketsin, ular tursin. Uni chiqib u hukmni chiqaradigan insonning huquqi yo'q. İnsan uchun cho'ng emas. Bir tiliqdan qarshi o'ladigan ojiz narsa. Kimdi u? Uyg'urga vakillik qilgan. Buna savol xato. Mayli o'rkash bo'lsin yoki boshqa bir bo'lsin, Uyg'urga vakillik qilmaydi u. Agar demokratiyadan desak, Uyg'urga vakillik qildirishni shu birlashib tashlashning kishi. Dindan desak, inson unda vakillik qilmaydi u. Allah tağlarga, daryolarga tağlagan ne'matni yoki narsani olmadi ularchi. İnson olgan narsa shu aql bilan erkinlik. Shuning uchun sinildi inson degan. Ular Uyg'urga vakillik qilmaydi. Birinchi aytgan narsam bu. Agar o'rkash to'g'riliq bu savol so'rilgan bo'lsa, bu savolni o'rkash bir layoqatli Uyg'ur aktivist bo'la olamdi deb so'rasa muvofiq bo'ldi menimcha. Layoqatli bir Uyg'ur aktivist bo'la olamdi desa menimcha muvofiq bo'ldi. Menimcha bo'la olmaydi. Chunki buningda o'rkashning Tayvan to'g'riliq so'zlaganlari bizga qo'shib so'zlamasa chiqmaydi bu-ku. Ruxsat qilsanglar. Endi o'rkashning Tayvan to'g'riliq so'zlaganda o'rkash Tayvanning mustaqilligini qo'llaydiganini ifoda qildi. Ishora qildi. Uningdagi asosiy Tayvan azaldan Xitoyning bir qismi bo'lib boqmoqdi. Ikkinchi Tayvanliklar elayotgan nafsning erkinlik deb atilganini biladi ekan. Men bu ikki nuqtadan paket bilan selishtirib boqay. Men buni izlab baktım. Tayvanda asli yaşaydiganlar Filipinliklarga o'xshab bir millatga, bular Xitoy emasga. Xitoylar qat'iy munosabat yo'q bir millatga. 1640-yillar kelganda bularni Gollandiya besib o'tgan, Gollandiyaliklar. Ular 1662-yilda Manjulardan tayoqlab qochgan Xitoylar Zhengtong kelib Gollandiyaliklarni qo'g'laytib, Tayvanni egallab, Ashadi bir xonlik qurib ketgan bu. 1662-yilda uçakda bizim vatanda mustaqil Saidiya xonligi var kelibdi. Azaldan Xitoyning bir qismi bo'lmagan Tayvan Xitoyga qo'shilgan vaqtida biz azaldan Xitoyning bir qismi bo'lib kelgan biz mustaqil davlatlarimiz yo'q. 1662-yil kelibdi bular. Uningdan keyin 1683-yili Manjularga tortib olgan bu Kangxi xonning vaqti. Yani Xitoylarning Fulindan qarshi ikkinchi partiya, Manjularning ikkinchi partiyasi, Fulinning o'g'li Kangxi xonning vaqtida bular kelib Tayvanni o'tkazib olibdi o'ziga. 1683-yili uchoqlarni ko'rsa biz yana shu o'zimiz yurgan bir Jungo territoriyasiga qo'shilmagan bu yerda xonadonliklarda yurgan vaqtimizga bu Manjular bularni to'g'ri 1895-yilgacha boshqarib 1895-yilda Yaponlarni urush tayyorlab ketganki Yaponlarga o'tib ketgan. Shuning bilan Yaponlarning qo'lida 50 yil turib 1945-yil Gomindanga o'tib ketdi. Ikkinchi dunyo urushi mag'lub bo'lgandan keyin mushu 1662-yildan 1683-yilgacha erkinlikning ilayotgan nafsning erkinlik ekanligini biladigan istizoat Tayvanliklar bir qatib qarshilik qilmoqda. Halbuki biz 1750-yildan tortib, abay dedim, shu qarshiliklarda milyonlab o'lib, yüz minglab vatanni tashlab ketishga majbur bo'lib ekanmiz. Biz erkinlikni ta'minini bilmaydi ekanmiz. Mala bildik. Bu haqorat bu insonga. Biz mecburlangan ekanmiz. Bu hayvanlikda taraqqiyot qilganlik uchunmi? Ulug'ganlik uchun shunday qilanda, ya, bunday qilsang bo'lmaydi. Bu millatning mushunchilik yaratmaydigan bir odam qanday qilib bu millatningki da'vo sifatida bir layoqatli odam bo'la oladi? Tayvanliklar qarshilik qilib Yaponlarga ikki qatim 50 yil jarayonida birisi Xitoylarga, birisini yerlik millatlar qilib ikki yil qatim qisqa vaqt mo'chilib bostirib ketdi. Biz shu jarayonda necha qatim hokimiyat qurgan. Oxiri jumhuriyat qurgan biz. Shunga
bunun meyli tanış olsun, meyli hissiyat olsun, meyli hürmet olsun, bunun o salayiyetini beğenmeydi o. Onun o salayiyet yok. Sonra toktap bak, özünün Cunhua mevzuluğunu kısın o. Ras. Özünün Cunhua mevzuluğunu kısın. Bunun bilimi, bunun tecrübesi, onun nopozu bizge ziyan ettiği vaxtida onun boğulgan bolmagını erler. Doğru. Rahmat endi bu yerda vakillik qilamdi degan gap asli nemish qolindi deganda biz g'arib ellariga Uyg'urning ishi ko'ngil bo'layotgan g'arib ellariga javob berayotgan odamlarimizni ko'z tutamiz. Chunki g'arib ellari biz Uyg'ur zoti nima o'ylaydi deydiganni o'ylagan bir javob berish uchun Uyg'urlar orasida bir raysinash yapolmaydi. Balki shular Uyg'urlarning ishidan chiqqan atalmish sarxillar shu javob bera oladigan Uyg'urning ichiligini bizga deb bera oladi deydigan odamlarni tepib shular orqali Uyg'urlar nimani xohlaydigandi, nimani o'ylaydigandi deydiganga javob berishga tirishyapti dunyo. Ammo shu ma'u atalmish javob berayotgan o'rkashga o'xshashlar, tulkiga o'xshashlar ma'u Abdurahimjon og'inimiz degandek men mening tashkilotimga asosan gap qilyapman va yoki o'zimga vakolatdan javob beryapman degan bo'lsa o chog'da bir xatolik bo'lmaydi. Ammo nayt afsuski bular anda demidi, men Uyg'urning vakili, men Uyg'urga vakillik qila olmayman deb turib javob beryaptqashqa, u Uyg'urga vakillik qila olamdi degan savol tug'ildi bu yerda. Amaliyotda to'g'ri savol Rishad degandek, uning Uyg'urlarningki da'vogarchisi bo'lib, da'vo qilish salohiyati bormi degan savolni asli biz qo'yamiz. Uyg'urga qo'yib bersa, biz bu savolni qo'yamiz. Bizning ishimizga bir da'vogar bo'lib faoliyat qilish salohiyati to'shamdi buniki deydigan savolni biz qo'shimiz. Ammo g'aribliklar, g'arib dunyosi Uyg'urning ishiga ko'ngil bo'layotgan g'arib dunyosi unda o'ylamaydi. Uyg'ur kim bor desa atraf qarab, Ma'g'ujon bordi, Uyg'urdan chiqqan olbatdi, Sarxil baka deb akilib Uyg'ur nima o'ylayotdi degandan u bilib bilmay Uyg'urga vakillik qilib qoladi. Hamda ajaldek yeri u o'zini Uyg'urga vakillik qilma deb o'ylaydi. Shuningdek u ekranda mening tashkilotim bundaq, bizning prinsipimiz, bizning nizomnomamiz bundaq deb turib so'zlamaydi. Uyg'ur undaq o'ylaydi, Uyg'ur bundaq qildi. Chunki tulkiga aramzada aniq dedi-ku. Uyg'urlar tarixdan buyon, ma'gapning ig'irligiga qaranglar. Uyg'urlar tarixdan buyon avtonomiya uchun kurash qilib kelgan degan gapni nomus qilmaydi dedi-ku. Demakki, u Uyg'urga vakillik qilib turib so'zlayotdi. O'rkash Xitoyga chiqib hozir da'vatqani shu. Endi buningdan keyin shuni so'rg'anim, xalqimiz bularga qanday muomala qilish kerak degan savolni so'rashimdagi sababim shu. Xalqimiz inkor qilish kerak. Qachoniki bu Abdurahimjon degandek men o'zimga vakillik qilib turib gap qilyapman yoki men Amerikadagi Campaign for Uyg'ur degan tashkilotga vakolatdan gap qilyapman deb turib ekranda gap qilsa biz bu savolni qo'ymaymiz. Ammo xalqimiz u doim mushta so'zlayotgan holatda uningga raddiya berish kerak. Hey, sen mening vakilim emas, sen menga vakillik qilolmaysan deganni uningga har xil yo'llar bilan uqtirib turishimiz kerak. Bildirib turishimiz kerak. Bu o'rkashkili emas, tulkiga bildirishimiz kerak va shu boshqa biz Uyg'urlarningki irodasiga vakillik qilolmaydigan, ammo Uyg'urning nomida faoliyat qilayotganlarga biz Uyg'urlar o'zimizning irodamizni, to'g'ri ideyimizni bildirib qo'yishimiz kerak. Endi shu chaqda mana bugungi ekranga chiqib deb ularga o'ch gapimizni deyish orqali biz ularga qo'shilmaydiganligimiz, bizning o'ylaydiganimiz nima, ularning o'ylaganligining boshqa nima ekanligining farqini o'ziga uqtirib qo'yganimizda, ular yana bir qator ekranga chiqib dunyoga cho'ng medialarga so'zlaganda hech bo'lmasa men o'zimga vakillik qilaman deb so'zlashni o'rganib olsin. Bizning maqsadimiz bu shu. Xalqimizga deydiganimiz bu shu. Hammamiz tirishaylik. Asta-asta ularning qilayotgan ishining to'g'ri bo'lmayotganligini bildirishimiz kerak. Mush orqali ularniki shu qilmishlarga tormoz belgi bo'ldi-da, tormozli qilib bo'ldi. Bugungi programmaning asosiy maqsadi shu, qarindoshlarim. 2 soatdan ortiq vaqtini oldik. Agar qo'yib bersa, yana bir muncha deyishdan gapirimiz bordi, ammo vaqt berib gapirib qoldi. Sizlarni charchab qoldinglar, 2 soatdan ortiq bo'pti. Agar bu vaqtda chala qolgan yerlari bo'lsa, to'liqlashga tegishli yerlar bo'lsa, yana keyingi fursatlarda inshaalloh to'liq o'tamiz deb o'ylayman.
Bugün işkanlarının alayda vakit çıkarıp programı katışıp egin Allah'a köp rahmet. Ahırda Allah'a, tenalağa salametlik, ailenağa hatırcamlik ve bəxt dileme. Hayır kıyımdaşlarım, Allah'a emanet, aman bulunlar. Esselamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Baş. Allah'a emanet. Can gezersen tamam, en güzel düşlerde gözüm var aman. Bağrımda kümülmek en güzel armağan. Ben seni şu kadar sevindim vatan, ben seni şu kadar sevindim vatan. Bağrımda kümülmek en güzel armağan. Ben seni şu kadar sevindim vatan, ben seni şu kadar sevindim vatan. Kuşlarga qaray men nimadur özlab, vatanim osmonidan kimikinda. Kuşlarga qaray men nimadur özlab, vatanim osmonidan her taş her giya. Ben seni şu kadar sevindim vatan, ben seni şu kadar sevindim vatan. Dıllarga tutuya her taş her giya. Ben seni şu kadar sevindim vatan, ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim anam, ben seni şu kadar sevindim babam. Ey rahmet.